Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasining aziz ko'rarmanlari. Bugungi naq maydon suhbatimiz Amerika Xitoy o'rtasidagi sudurishi haqida bo'ladi. Ko'ryapmiz har kunlik yangi xabarlarni. Amerika Xitoy o'rtasida o'zliksiz boj o'stirish orqali bir-birisiga bo'lgan bu sudurishni yuqori bosqichga kelib chiqyapti. Bu munosabat bilan xalqimizni ham shu Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo urushi haqidagi ma'lumotlarni texnik keng doirada xabardor qilish maqsadida Amerikadan To'g'liq Abdurazzoq apandim bilan Kanadadan Ahmadjon Osmon apandimni bugungi suhbat programmasiga taklif qildim. Assalomu alaykum To'g'liq Abdurazzoq apandim, Ahmadjon Osmon apandim. Uyg'ur Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Naq maydonda qatnashmaganlarga sizga rahmat aytaman. Alaykum assalom. Sizga rahmat. Ko'p chapot atyapsiz. Rahmat. Bugungi bu suhbat programmamiz kirishdan avval qisqacha bir xush xabar deb qo'yay. 4-oyning 9-kuni Gollandiya parlamentida, ya'ni Denk partiyasini o'ylan degan partiyaningki partiya boshlig'i Stephen Barla Gollandiya parlamentida Şinjan degan ismning o'rniga Sharq Turkiston degan ismni qo'llanish taklifini o'ttirib qo'ydi. Bu taklifning o'ttirib qo'yilishi endi bir tunji qatim Gollandiyadamidi yoki boshqa davlatlarda ilgari parlamentlar hukumatlar o'ttirib qo'yilganini men chiqib izlanib boqdim. Izlanib qo'ysam Gollandiyada tunji qatim bu narsa o'ttirib qo'yilibdi. Bu o'ttirib qo'yilgandan keyin darhol Gollandiyadagi Xitoy hukumatiniki elchixonasi buning kuchli norozilik ifodalab bayonot e'lon qilibdi. Men bu temada maxsus izlayapman. Gollandiya parlamentidan Xitoy tajovuz davlatiga etilgan bir pay o'q deb bir maqola yozyapman. Shu maqolani tutgan vaqtda men bu to'g'risida ayrim o'zim qisqacha tushuncha beraman. Gollandiyadan tunji qatim ya'ni Xitoyningki bizning besib olgan zaminimizniki Sharq Turkiston degan ismni butun Gollandiyaniki hamma nimalarda qo'llanish taklifi bu haqiqatan bir yangi xabar. Shundaqla bizning zaminni haqiqatan bir besingan bir zamin ekanligini dunyoga bildirishda nihoyat bir tarix ahamiyatiga bir muhim bir uchirga qarindoshlarimizda bu uchirlar bir o'rtaq chiqay dedim. Ham suhbat programmasiga kirib ketdik. Oldi bilan bugungi suhbat programmamizniki To'g'liq Abdurazzoq apandim Amerika va Xitoy o'rtasidagi savdo urushi haqida o'zi tayyorlab kelgan PPT hujjat va buni bir 15 minut atrofida bir tushuntirib, prezentatsiya tushuntirib bo'lgandan keyin ana keyin rasmiy o'zim tayyorlagan 7 savol, shu 7 savollar asosida suhbat olib boramiz. To'g'liqqa hamsa ekran sizda. Xo'sh. Aldı bilan Abdurimjon sizga rahmat mushu meni taklif qilib mushuni o'rinlashtirganingizga. Endi butun ekran oldidagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarga mushu yakshanba kuninglar xayrli bo'lsin. Bugun uning ustiga Ahmadjon Osmon apandim bilan ekranga chiqdim. Balkim tunji qatimmi deyman Ahmadjon. Buningdan mamnunman. Aniq yaxshi. Albatta Ahmadjon bilan ko'nglimizmi yaqin bu uzundan beri chiqishlarni birga qilishib kelgan. Lekin suhbatda birga bo'lib boqmagan. Shunimi sizga rahmat Ahmad. Endi men gapga kelsam, endi bu hozir shu butun dunyoninki barliq davlatlarning diqqatini qo'zg'atgan bir cho'ng ish shu Amerika prezidenti Donald Trump 4-oyning 2-kuni uni o'zi shu ozodlik Amerikaning ozodlik kuni deb atadi-ku 4-oyning uni endi asosan shu kuni shu butun dunyodagi barliq davlatlarga shu o'ttircha 10% dan tamojna beji qo'yib, endi shu 60 tak davlatga tanlab ularga yuqori nisbatdagi tamojna bejini qo'ygan. Buning ichida Xitoyninki endi eng yuqori bo'lgan tish vaqt 67 deb qolgan, endi qolgan yana o'sha hatta Kanada, Meksika shu qatorliq davlatlar ham qo'yganda. Endi oxir bu orliqdagi Trump bilan Xi Jinping orasida bir talash tortishlar, bojni bir-birini o'stirish jarayonini so'zlab yurmayman. Oxiri to'xtalgan nuqta nima deganda, Amerika Xitoy mollaridan 145% tamojna beji olgan bo'ldi. Xitoy bo'lsa qayturma nima zarbidamda qayturma 3 ilish bojni qo'yib vaqtida 125%. Hozir to'xtalgan son mushu. Endi to'xtalgan sonlar bu
bu bo'lishdan keyin uning aqidilla andikin Trump o'zining shu burundan qilib qolgan odaticha ba'zi bir mazmunlarni o'zgartib bitib shu dunyoninki nimasini masalan shu paychak bozorlarini bir ko'tarib bir tushirib shunday ahvollar bo'ldi. Andikin Shi Jinping mu ashaqda o'z oldiga joyinlik qilib biz degan biz Xitoy Amerika'dan qo'rqmaymiz, uni taqobil turib biz Amerika'dan bizni qo'rqitolmaydi deb o'zining xalqiga yolg'on aytib ketib bordi mushtaq ahvol. Endi ikkinchi betga o'tsangiz, bu yerda mana ma gaplar bu yerda bo'ldi-da. Buningda nima degan chog'da men abay gap degan gaplarni bu yerda dedim. Men bu yerda bir qancha sonlarni sizlarning diqqatingizga sunayil dedim. Chunki men 2024 Amerika mushu 2024-yilda Amerika Xitoyga faqat 144 milliard dollarlik mal eksport qilgan bo'lib, Amerika Xitoydan 440 milliard dollarlik malni import qilganda. Demak, Xitoyga silishtirganda Amerika 295 milliard 400 million dollarlik malni Xitoydan ko'p setib olgan bo'lib, buni biz qizil raqam deymiz. Qizil raqamni soni emas. 295 milliard dollar deb qarasak bo'ladi. Yuqoridagi 440, 140 degan sonlar men taxminan sep qo'ydim. Shuni qarab bilib olgan bo'ldi. Demak, Amerika Xitoydan naiti ko'p shu nimadan import qildi. Xitoyning kamda eksportiga bo'lgan nimasi ehtiyojini ait kuchli degan gap. Endi davlat iqtisodiy keldiğimizda 440 milliard dollar degan nima deganda Xitoyninki umumiy mahsulot qiymatininki, ya'ni GDP'sininki 2,2% ni egallaydi. Endi Xitoyninki yillik GDP'sini biz 2024 GDP'si 18 trilyon 800 milyard dollar. Bu şunçilikli pulda, şunun içinde aşıntıklı. Lekin Amerika'nınki Xitoy eksport qilganda 144 milliard dollar degan faqat qanday bo'ldi deganda, yana shu 440 milliard dollar degan Amerika'ningki GDP'si. Amerika'ning GDP'si mana 30 trilyon dollarga yaqinda. Xitoydan shu 60 nima, Xitoyning faqat 63%ni Xitoyning GDP'si. U faqat 20% yetmaydi. Demak, mushu sondimma biz endi qaysi tarafninki afzallik o'rni turadiganligini bilalaymiz. Men bu yerda tafsiliy buni analiz qilib yurmayman. Chunki menga berilgan vaqt nihoyat qisqa bu yerda. Tamam. Endi üçüncü nuqtani deb o'tay dedim. Bu yerda nima deganda 2024-yilda Amerikaning Xitoy eksportiga o'ttirish tamojna bajini faqat 11% qo'ygan. Shu Xitoydan olgan bajning qiymati faqat 50 milyard dollar bo'lganda Amerikada shunchalik oldi degan gap. Ammo Trumpniki agar shu 145% baj nisbatidan oldigan bo'lsa, oson diqqat qilinglar. U vaqtda Amerika qanchalik olgan bo'ldi deganda 638 milyard dollar olgan bo'ldi. Albatta konkret hisobot bunda oddiy bo'lmaydi. Men faqat shu basonni müşaga qo'yib hisoblaydigan bo'lsa, bu bir matematika bilimi ketdi degan parang emas, nihoyat oddiy hisobotda. Shu oddiy hisobot qilguncha 638 milyard dollar keldi degan gapda. Ammo Xitoyni oldigan bo'lsa, Xitoy Amerikadan import qiladigan mallardan faqat 180 milyard dollar oladi. Agar 125% bajnisini saqlab qolgan bo'lsa, shunday bo'ldi. Üçüncü ekan. Bu sonni bir deb o'tdim. Endi yana bir bet o'tsak. Yana bir bet o'tsak ne? Ma'ningda endi meyadichi shu Amerikaning Xitoydan shu import qiladigan asosliq mallarning qiymatini ko'ra mayoq dedik. Asosliq mallar deganimiz ham shu eng ko'p setildiganda ham shu 10 xil mallar. Bular qaysilar deganda, birisi yanfonlar, bizning işiltib turgan telefonlar, mesela iPhone ya başka fonlar şeyden
Xitoydan import qilingan bo'lib ketdi. Unfortunately deymiz, bu nihoyatda bir afsusli xabarda, afsusli ish. Endi bu kompyuter va uning zapchastlari, ya'ni elektronlik saymonlar qatorliqlar mana oldingi 3 o'rinda turdi. Bularning jami nimasini qaraydigan bo'lsak, ana o'zli bularniki shu 150 milliard dollardek pul edi. Demak, shu mallar, shunchalik mallarni biz Amerika Xitoydan import qilyapti-da, ma 2024-yildagi. Ama nimalar bu yerda shuni bayqab. Endi men Xitoyninkini olgan bo'lsak-chi, Xitoy Amerika Xitoyga eksport qilgan mallar qanchalik deganda faqat shu 10 xilda, 10 yo'q shu top 10 degan nima deymiz, ham oldingi 10 o'rin turadigan mallarni malama. Shu masalan shu purchoq deymiz, andikin ma aeroplanninki zapchastlari, andikin dorilar, andikin bir semikonduktor yerim konduktor nimdan to'qlar kompyuterning ba'zi bir nimalari. Shundaq narsalardan shu nim qildi. Bularning jami soni aran 78 13 milliard dollarda. Demak 270 bilan 78 ishlananda bir yer qanchalik bo'ldi deganda, bir yerdagi qizil raqammi 199 milliard dollar bordi. Demak Amerika Xitoydan jiq import qildi, lekin Xitoy faqat ozroqli molni oldi-da. Bu yerda bumi bir tangpungsizlik, bir President Trumpning deyotgan tangpungsizlik degan naq shu. Men sendan deyotgandek, sen nima uchun menni olmaysan deb ani majburlayotdi. Bu nihoyatda bir normal, asli bir normal bir fikr bu. Endi qani bu 4-bet kelayli, 4-betni uzun to'xtam, 4-bet. Buning da Meyada Mehmet President Trump'ın şu özünün çıkarına 4. ayın 2. günü özünün bunu Liberation Day dedi ki ama Amerika'nın azatlık günü degen gap. Hem de bir devletin azatlık günü degen bir asan şu var emas da bunu nemi üçün şundaq dep tolaydı degende cedvellerini qaraydigan bolsak şu dünyadaki barliq şu devletlerinin şu tizimligini tizip aşağıda her bir devletke o'ttirchi 10%, endi 60 tek devletke devletning şu Amerika qanchalik import eksport qilish nisbati qarab, ya'ni o'xshamagan nima tamojna bojlarini qo'yib aşağıda nima qilganda, shuning uchun bu nima uchun buni Liberation Day deganda, shu Amerikaning Trumpning azaldan shu New York'ta vaqtida dastlabda cho'ng tijorat pul tepib nomi chiqqan vaqtida biz Amerikani boshqa davlatlar bo'zaq qilyotdi, shu import eksport bak bo'zaq qilyapti. Shu vaqtlardan tortib deb kelgan gaplar. Ham bu eng oxirgi ketim bu Amerika shu orqali nurg'un ziyonlarni tortdi. Biz shuni o'zgartmasak bo'lmaydi deb ani Liberation Day degani sebab. Shu orqali Amerikaning iqtisodiy yo'linish o'zgartish, iqtisodiylik tangpungsizlikni Xitoy bilan dunyo bilan bo'lgan tangpungsizlik. Masalan, Yevropa, bu yerda Yevropami, Xitoymi, butun dunyodagi shu nurg'un davlatlar hammasi bu deydi, hammasi bizni bo'zaq qilib, bizga nima ozmal bizning milimizni olmay o'zlarining nimasini bizga setyapti degan mandaq narsani bo'lyapti. Endi qani buningda shunchalik to'xtaydi. Endi bu 5-bet kelayli. 5-betda mana dunyo xaritasini tizib qo'ydim. Bu yerda shu tangpungsizlikni bir yerdan ko'rib olsa, qizil ranglarni ko'rdinglarmi? Qizil ranglar degan shu Xitoy asosliq shu mollarini eksport qiladigan davlatlar. Qıpqızıl mana bütün Rusiya deymiz, aşı nimalar, Avstraliya muşlarning hammasi shu Amerika silishtirganda Xitoyning mollarini ko'parak oldi. Bularning jami so'mi ana 6-3ni qo'shsak 9-12 trillion dollar. Mal Xitoydan shu davlatlarga chiqarildi. Shu vaqtda bu davlatlarningki iqtisodiy nimasini ma'lum darajada kontrol qilib olgan bo'ldi. Amerikaning ta'siri qanday bo'ldi degan, Amerikaning ta'siri mana Ahmadjon Usmon turayotgan Kanada, andiki moyoqda Meksika, andiki shu janubiy
Amerika tarafdagi bir qancha shu ko'k tugan davlatlarga, Yevropaninki, g'arb tarafdagi shu davlatlarga Amerikaning nimasi biroz kuchli. Biz Yevropani neyimiz? Endi ashalam. Yevropa degan boshqa davlatlar bor, boshqa davlatlarga Xitoyning ta'siri xeyli kuchayib kirib ketdi. Bu xarit orqali shuni bilib olgan bo'ldi. Endi men yerda so'mini qaraydigan bo'lsak, endi 5-7 shundami? 5-7 10 trilyon atrofidagi bu eksport qilingan. Hozirgi darajada bularning Amerika bilan shu Xitoyninki umumyuzlik eksport nim qilishimiz yana barobarda, lekin Xitoyning yana sal ustunroq turibdi. Trumpning davlatini Xitoyning mushi ta'sirini yo'qotish uchun bajlarni o'stirib shu harakatni qilyapti. Qolgan gaplarni keyin paranglashsak bo'ldi. Bugungi tanishtirish uchun mishalchi bo'lsin, agar savollar bo'lsa, qani bir qisqa javob bersam bo'ldi. Vaqt berilgan vaqt mush bo'ldi. Rahmat. Emsa qisqa tushuntirish tugidi. Endi rasmiy savol qismiga kirib ketaylik. Birinchi savol, Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo urushi iqtisodiy sababdan o'tirg'i chiqdimi yoki siyosiy sababdanmi? Buning orqasidagi maqsad nima? Burmi bu ikki davlat o'rtasida savdo urushi bo'lganmi deb. Savol aniq bo'ldi shundaqmi? Birdan nima qo'yamiz? Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo urushi iqtisodiy sababdan o'tirg'i chiqdimi yoki siyosiy sababdanmi? Ya mencha bu ikki sababi bor. Shu siyosiy sabab birinchi o'rinda turdi, iqtisodiy sabab amaliyotda ikkinchi o'rinda turdi. Lekin iqtisod bilan siyosat degan hozircha zich bog'langan narsa bo'lib ketdi. U masalan, ma xaritni ko'ryapmizda, xaritni agar mushu qizil ranglar hozir bir narsa qo'yib qo'yib, bu yerda Xitoyning mollari dunyoninki mallarninki 3dan 1 qismini egallaydi. Xitoy ishlab chiqargan bu. Shu ta'siri agar masalan 20ga 50% ketadigan bo'lsa, iqtisodiy ta'sir oladigan bo'lsa, dunyodagi hech qanday davlat, Amerikaning o'zi chiqqan, Yevropa va hammasi birlashib bo'lsa-mu, Xitoyning ta'sirini yo'qotmaydi. Bu iqtisodiyotda bu iqtisodiyotdagi bu siyosatga nihoyatda cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Mening javobim shu. Xo'sh, endi sizniki boshqa, Ahmadjonga boshqa nimangiz bormi? Bunga qarata ko'z qarashingiz? Bu siyosiy sababmi yoki iqtisodiy sababmi degan vaqtida to'g'liqmi deb o'tdi. Hozir masalan bu ikkisi o'xshash, ya'ni siyosiy sababni deymiz, iqtisodiy sababni deymiz deb. Men shunday qarayman, ikkili sabab bor. Lekin mush ikkili sababninki sabab bor bo'lgan vaqtida, ya'ni Trumpning shu qo'zg'ayotgan savdo urushi deyli, shu urush savdo tarafidan siyosatga, Amerikaninki dunyodagi siyosatiga qanchalik ta'sir etadi, qanchalik foyda olib keladi, qanchalik ziyon olib keladi degan ma'noni o'ylashimiz kerak deb o'ylayman. Endi hozir Amerika, hozirgi dunyoning tartibi Amerika o'rnatgan tartib. Hozir Xitoy textcha Amerikaningki o'rnatgan dunyo tartibini buzib, uning o'rniga nima deymiz, o'zining tartibini, Xitoy o'zining tartibini dunyo qo'yolmadi. Mushundaq cho'ng dunyoninki 3dan 2 qismidan ortiq yerlarda o'zininki iqtisodiy ta'sirini ko'rsatayotgan Xitoy, lekin Amerikaninki dunyo tartibini buzg'uni yo'q, yoki bo'lmasa uni almashtirg'uni yo'q, yoki o'zining dunyo tartibini tishligini yo'q. Shunda bo'lganda siyosiy jihatdan Amerika yana Xitoydan ustun turadi, kuchli deb qaraymiz. Biroq hozir Trumpning savdo urushining o'zi Amerika tishlagan yoki Amerika o'rnatgan dunyo tartibiga tahdid olib kelyotdi. Ya'ni bunday shibit vaqtida Xitoy buzolmayotgan, Xitoy Amerikaning o'rnatgan tartibiga, dunyoning tartibiga o'zininki tartibini tishlamayotgan mushundaq bir sharoitda va shuni urinayotgan bir sharoitda Trumpning savdo urushi Xitoyninki nima deymiz, planini, Xitoyninki niyatini, istikini amillashtirib berish ehtimoli bo'lib qoladi. Chunki bu savdo urushi
ahırda Amerika'nınki özü tikilgen dünya tertibiga bek çoğun tehdit keledi. Hazır bu tehditler başlanıp oldu dep oylayman. Mesela Kanada'nı alaylı. En addisi şu Kanada nima to'g'liq tushuntirib o'tdi. Mesela Kanada mesela butunlay Amerika'nınki iqtisodiy nimisida Amerika jiq mal sotadigan davlat. Lekin Amerika'nınki şu dünya tertibi bilan ölçsek Amerika Kanada münasebetini hazır Kanada Amerika'nın düşmanı aylanıp kaldı ya ki Amerika Kanada'nın düşmanı aylanıp kaldı. Bu bir. İkinciden mesela o yeni nime Meksika. Iceland'ın yanındaki şu Greenland. Greenland mesela Greenland'ın sebebi bilen Amerika mesela Greenland'ni Alman davatıdı. Ya tinchlik yolu bilen Alman ya asker çıkarıp Alman işgalip muşni bana bersen dep mesela deme Daniya bilen uruşuvatıdı. Hatta Daniya'nınki baş ministri telefon söhbetide telefonunu koyup etken yerleri var. Trump'ın yüzüge aldılar. Muşu mesela Amerika'nınki ornatkan dünya tertibiga mı tesir etkisi otadı mesela. Avrupa mı hazır özünü Amerika'nın düşmanı görüp otadı. Amerika mı Avrupa'nın özünün düşmanı görüp otadı müşterepti. Şunda boğanda Amerika'da ve Kanada'da Avrupa'daki ve Kanada'da muşundak Amerika'nınki ittifakdaşları yani 2. Dünya Uruşu'ndan keyin ta hazır kelişi davamlaşıp atkan ittifakdaşları hazır ittifakdaşlıktan kılıbatıdı ve düşmenge özgürbatıdı da. Bunda ahvalası da Amerika özü tikilgen dünya tertibini özü paçaklawatıdı degan gap. Bunda bolganda bu Amerika'nınki siyasi ornuga, siyasi menfaatiga zıt bir şirketde. Muşu noktadan qaragан vaqtimizda meningcha siyasi jihatdan Amerika ziyon tortib o'tadi. Lekin iqtisodiy jihatdan foyda oldim deb o'ylayotgan bilan lekin mening nazarimda yana Amerika iqtisodiy jihatdan foyda olgani yo'q bunda. Albatta Ahmadjonninki mush ko'z qarashimi Amerikadagi yerimidek insonlar xalqmichu shu ko'z qarashda. Lekin yana qolganlari ham masalan demokratlarning ko'z qarashi asosan shuningdichu hamda uningda Cumhuriyetçilerning ko'z qarashi sal o'xshamaydi buning qarta. Ama bir masala borchu, Kanada, Meksika, andikina Greenland masalalari kelgan chog'da bu Trump gerçi 4. ayning 20 kuni umumyuzlik hammasiga bosh qo'ydik degan bilan shu ma'u oldimizdagi juma kuni deyman. Juma kuni andikin chiqib ozroq narsani o'zgartdi. Nimani o'zgartdi deganda Xitoyni ayirib qo'yib. Xitoyga 145%, 125% degan lekin keyin hammasi 125% o'stiribdi desa, oqidan o'zi chiqib, yo'q 125% emas, aslidagi 20% mi? Yana o'sha turdi, shuning uchun 145% dedi. Lekin bu yerda shu kuni yana bir muhim bir nimani qarorni qildi-ku, nima deganda Xitoydan boshqa barliq davlatlarga Onunla nisbeten bajni üstemeymeyiz. Baj yana 10%'imiz turdu. 90 kun vaqt bermeyiz deb. 90 kun ichida demak Trump 90 kun vaqt verdi de Kanada, Meksika, shu Yevropa birlashmasi hamma davlatlarga 90 kun ichida sizlarning mening fikrim, mening ko'z qarashimcha bu Cumhuriyet Partiyasi shu ko'z qarashda bo'ldi. Ashlar vaqt berib, qani biz maslahatlashib, agar qayerda sizlarga nisbatan to'g'ri bo'lmabdi deganlar maslahatchi bir kelishim tuzgan vaqtni berdi degan. Lekin Xitoyni oribli qo'ydi-da. Xitoyni orib qo'yganligi qanday yo'nalish paydo bo'ldi, siyosatda qanday yo'nalish paydo bo'ldi deganda, mush 90 kun ichida. Albatta, men bir nima bilmayman-da, cho'ng iqtisodshunoslar hozir tangdi qilyapti zodiqin. Agar Amerika mush 90 kun ichida qizil rangdagi davlatlarni rozi qilib
Endiki Xitoyning ta'sirini ishtirib chiqarib oladigan bo'lsa, o vaqtida Amerika bir afzallik bo'lib siyosiy jihatdan cho'ng utuq bo'ldi. Xitoyni shu orqali nima yolg'izlashtirib o'tdi. Mundaq bir gap bor. Endi men yaqinda yana bir vatgan nima eshitganda Muşu Xitay muçu hem de Xitay gerçi Xi Jinping özünün göz karşı bulması mümkün. Xitaylar mı hazır eştaq bir yer kelip nim kıvatıdı degende bu eksportga tayindigan iqtisodni o'zgartib o'zlarining ishki jihatdan shu mallarni ishki jihatdan sotadigan shu orqali nim qilamiz debdi. Bu burunqa shu bir balvoq bir yo'l degan siyosatlarning cho'ng o'zgarishi bir yo'nalish qarab ketdi. Agar burunqida qilolmaydigan bo'lsa, o'zining xalqining ichida mallarını özünün halkı sitep endikin şu burunqı şu komünist devletler var o komünist devletlerini mesela Rusya deyimiz o bu özünün tesir şularını bir ayrım bir bulaq qilib endik ma g'arb bilan talash tartish qilgan bir kuchni yaratmoqchi siyosatlarni shu narsa bo'lyapti hozir shuni demoqchiman. Lekin biroq bu yerda to'g'liq tushunsa bo'lamdi ya. Xo'sh, so'zlaysiz. Tez David bu yerda to'g'liq masala hozirgi Trumpning bajni Kanadaga masalan Kanadani misol qilib turayman hamda Kanadaga qo'ymamdi ya'ni emlashtirmamdi lekin ba'zi narsalarga bajni emlashtirib bo'ldi lekin butunlay bunda Trumpninki o'zininki e'lon qilgan baj nimasida masala bu yerda emas bo'lib qoldi hozir Kanada bilan Amerikaning o'rtasidagi eng asosli masala hozir ishonch masalasi bo'lib qoldi. Yani hazır Kanadalıqlar yoki Kanada taraf hazır Amerikaga ishonmaydigan bo'ldi. Demak, bu ishonchsizlik nereden keldi deganda bu ishonchning urilishi, yo'qolishi, yo'qolib ketayotganligi sababi Amerika Kanadani besib olmoqchi ekan yoki Kanadani elib olmoqchi ekan bir amallarni qilib. O gapdan bo'lib keldi ya. Şuna bu fakat baj meselesi emas, ikki davlatning o'rtasidagi bu ikki davlatning o'rtasidagi siyosiy masalalarga berib, hatto Kanadaninki igilik huquq masalasiga berib taqildigan bir masala o'xshaydi ekan degan shunga ishinyapti hozir Kanada. Men bir savol so'rasam bo'lamdi Ahmadjon. Ya şu Kanada koygan baj 25% koygan 25% koyganın sebebi Trump'ın gösterdiğin sebebi fentanol'nin Kanada tarafından kirişi dedi. Şunda mı? Endiki kanunsuz köşmenlerin aşağıdan hatırlayacağım kirgenliğe şu sebepten koyduğum. Eğer şunu toxtulganlı olsa onu sözleşkili buldu diyen geplerini kıldıçı. Endiki yani birisi bu bir sual. Endiki yani birisi nima deganda mesela Trump'ning davatqani xeyli uzun beri shu gaplarni deb turdi-ku, Kanada bizdan foydalanib ketyapti. Biz agar Kanadaga shuning nimalarini olmaydigan bo'lsak, ularni xeyli yuqori Amerikaning eng cho'ng savdo hamrosi Kanadaga shular biz shu har yili shu ta'minlab turamiz, lekin bizdan foydalanyapti. Bizni mi beraber qaramayapti degan ko'z qarashini dedi. Buni hamda Kanada xalqi qanday qaraydi bunga? Yo'q, bu yerdagi masala bu emas. Masala hozir Kanada bilan Amerikaning o'rtasidagi ishonch masalasi hozir bajdan olqib ketdi. Baj masalasi birga qayrilib qoldi. Chunki nima uchun desam, Trump Kanadaga baj qo'ydigan masalasini o'ttirib qo'ygan vaqtning o'zida yana Trump Kanadani Amerikaning 51-o'lkasi degan muomalani qildi. Mushu muomalani qildi. Mushu muomalani qilgandan keyin aning Kanadaliklar qo'pab, anandagi nurg'un Kanada ba'zilari dedi, unda olsa Amerikaning hammasi emas, masalan Michigan'dagi Amerikaning viloyatlari Kanada'nınki o 14-nji nimdeyimiz state nimsi bo'lsa bo'ldi ekan go degan status bo'ldi ekan go degandek mushunday masxaralarni qilishga boshladi Kanadaliklar. Andan keyin umuman qilib aytgan vaqtida Kanada'nınki
70%'dan ortiq xalqi hozir ularning butunlay qarashi nima bo'ldi desam, o'zlarininki vatanparvarligi kuchayib ketdi. Vatanparvarligi kuchaydi. Ya'ni bu vatanparvarlik qandoq aks etadi desang, birinchi Kanadaning egilik huquqiga bo'lgan bularninki ehtiyot qilishi, diqqat qilishi va shuni qo'g'dishi. Ikkinchidan Amerikaning mushulqi kengaymichilik siyosatiga bo'lgan nafrati, noroziligi o'smadi. Shuning bilan bu mundaq aytgan vaqtida Trump qo'zg'agan savdo urushlari yoki bo'lmasa bosh masalalarning hammasi hozir bu ikkinchi o'ringa chiqdi. Bu bir sal boshqaroq tema ekan-ku, bu bir cho'ng tema. Uni cho'ng qilmas savolga kiraylik. Choma temishdan qilsak, savol tugmay qolmasin. Yana birisi hozir bajurishi bosh Amerikada Xitoy tomon kuchib ketdi-ku, biroz ilgirimi bo'lgan bosh davlatlarda Amerikaniki bosh urush o'tirishdi deb biladi. Tunji Trump administrationda bo'lgan-ku. Uni ilgiri deyman. Tunji bo'lgan. Zaten Donald Trump chiqqandan keyin birinchi qatim chiqqandan keyin shu bosh siyosatini bajurishni nima qildi? Masalan, uni ilgirki prezidentlar zamonida mushta bajurishi nimalar bo'lganmi demoqchi. Buni yaxshi bu savolni yaxshi so'radingiz. Amaliyotda McKinley bor-ku, McKinley degan bir prezident o'tgan, bu 1870-yillar prezident bo'lgancha shu vaqtida mush iqtisodninki nimasi Amerikaninki iqtisodiy ahvoli hozir o'xshash bo'lib qolgan-ku. Shu vaqtida bu tamojna bijini qo'yib Amerikaning iqtisodini o'ngishayotgan. O'ngishayotgandan keyin hamda Trump ashu odamni bak hurmatlaydi-ku. Shuni hatto Alaskadagi o'tganni so'zlashdik, Alaskadagi Denali degan tog'ni McKinley tog'i deb aslidagi ismini qaytarib olib, uning jiq gaplarini qildi. Bu u bo'lgandan keyin nimadan bo'lgan? Yani 1929-yildagi Great Depression deydi, buyuk nima? Ahmadjon nima deydi? Buyuk tushkunlik hamda iqtisodiy tushkunlik. Shu mezgilda ashtaq ishlar bo'lgancha vaqtida bütün dünyanın iqtisadi bir gümürliganchu, gümürligandan keyin shu vaqtidagi Hoover degan bir prezident va shu vaqtida shu narsani ishki Amerikaning ichidagi xalqlarning ish o'rnini o'rinlashtirish uchun shu National Park degan parklarni qazib, andikin shu Kaliforniya tarafdagi Hoover dam degan yo'g'on bir dam bor. Shu vaqtda damcha, qilgan suv to'sa. Shu vaqtlarda ishlanib, Amerikaninkilarni ishlab chiqarishni ko'tarayotgan. Trump shularni azroq bir misol qilib, tarixiy misollar qilib, qaytadan shu Amerikaninki ishlab chiqarish kuchini kuchaytiraman degan gapni qilyapti. Men buningga qo'llayman. Chunki Amerikaninki men 40 yildan beri shuni ko'rib turdimki, Amerika o'zining shu ishlab chiqarish iqtidorini yo'qotyapti desak bo'ldi. Hozir Amerikada zavod korxona degan narsa asosan butunlay Xitoyga yutib ketdi. Abayqi bir rasmni ko'rib o'tdik, shuningdek masalan kompyuter ya Amerika ijod qilgan narsa. Amerikaning butun xalqi hammasining qo'lida bir kompyuter bor vaqtda Xitoy kompyuter degan narsani endi kiryotgan. Hozir degan kompyuterni qo'limizda hozir ishlatayotgan iPhone bo'lamdi, telefon bo'lamdi, mishadagi ekran, skrin hammasiga Xitoydan kiryotdi. Ishlab chiqarish oyoq ketdi. Agar mushundoq ketaveradigan bo'lsa, Amerikada ishlab chiqarish yo'qaydi degan gap. Kanadadan balkim shundoq bo'ldi deb qarayman, chunki Kanadada agar Kanada mollarini Amerikaga chiqarmay, Amerikadan chiqarmay boshqa nega chiqardi u mollarni? Chunki Xitoyning mollari bilan dastishamaydi. Shu bir gap bor. Xo'sh, sizning qatag'an nimangiz bor buni haqda? Lekin vaqt nima qilib ketmasin, qatadigan narsalar bor, lekin vaqt deb ketmaydi deyman-ku. Lekin shunga yeringiz bo'lib qolsa, to'xtaga olsa, qilsak bo'lmasa yangi savolga o'tamiz. Bo'ldi. Amdiliqi faqat bir narsa, bu yerda Xitoy bilan bo'lgan masala bizga muhim-ku hozir ham har qanday masalalarni to'g'ri. Qayib qolib turadi Xitoy bilan bo'lgan. Umuman shu xalqaroning Amerika o'zi o'rnatgan shu tartibning, dunyo tartibiningda
iqtisod yoki baza deyli, baza. Baza erkin baza. Bazanın yoki erkin baza degan bu. Bu kapitalist jamiyatlarninki bir qimmat hamdi. Qimmat qarashi. Hem shunaq erkin bazada bir taraf yoki bir odam yoki har qanday bir taraf mush bazanınki bir tarafi mushu erkinlikka bir narsani tanmaydi. Uni tangandan keyin bu baza erkinligi bo'lmay qoladi. Hozir mening qarashimda Trumpning qilayotgani mush baza erkinligi shu buzilyotdi. Ya'ni masalan Trump hozir to'g'liq sen degandek nimani qilyotdi-ku, masalan o'zi ishlab chiqaradigan, o'zining sanoatini taraqqiy qildiradigan. Lekin Amerika o'zining sanoatini taraqqiy qildirgan bilan sotadigan yeri bo'lishi kerak. Shundaymi? Lekin u Amerika hatto Kanadadagi davlatlarga bosh qo'yayotgan vaqtida Kanadadagi davlatlarmi Amerikaning tarixiy ittifoqdoshi bo'lgan Kanadadagi davlatlarmi qopab Amerikaning mahsulotlarga bosh qo'yayotdi, o'xshash. Shunda bo'lganda Amerikaning ishlab chiqargan mahsulotlarininki hammasi degidek Kanadada qimmat bo'lib ketadi. Kanadalıqlar olmaydi uni. Birinchisi qimmat deb olmaydi. Ikkinchisi Amerikaning meli deb olmaydigan bo'lyapti hozir Kanada. Hozir Kanada Amerikaning melini olmaydi. Ko'pincha Kanadalıqlar Amerikaning melini malninki qarab, zodi Amerikaning emasmi yo Kanadaning mel mushni jazmlashtirgandan elyapti Kanadalıqlar malni. Shunda bo'lgan vaqtda Amerika melini nega sotadi endi? Sotadigan yeri bo'lmaydi. Ashuna bajlarni qo'yib bersa. Buningdan kim foydali bu chaqda? Xitoy foydali. Xitoymi baza erkinligiga kirganlar uzun bo'ldi. Mushu Amerikaning mushu tartibidan foydalandi, uning ustiga Xitoymi mushu dunyo tartibidan foydalanib, mushu baza erkinligi nimasiga kirib, shuning bilan Xitoy o'zininki ishlab chiqargan mollarini sotyotdi. Nait azon Amerikanikidan azon albatta boshqa davlatlar bo'lib Yevropani, Shimoliy Amerikani ko'zdan saqit qilsak, qolgan qit'alarning hammasi Xitoyning melini oladi cho'qim. Chunki bozor shundaqda. Shunga Amerikaningki Trumpning bu Amerikaning milliy nimasini, sanoatini taraqqiy qildiraman, mahsulotlarini Amerika o'zi ishlab chiqardi va o'zi sotadi, o'zi foyda oldi degan gapimi meningcha erkin bazaga mos kelmaydi deb o'ylayman. Basma yangi savolga o'taylik. Amerika prezidenti Donald Trump dunyodagi nurg'un davlatlarga bosh qo'yish planini o'ttirib qo'ydi. Bu savdo urushining dunyo xarakterli kengayishimi? Bu savdo urushining hozirgi va kelajakda dunyo bozoriga yoki taraqqiy qilayotgan davlatlarga qanday ta'sir paydo qildi? Savol aniq-ku. Aytgan to'g'rilikning birinchi qismini so'zlab bo'ldi hamda. Shu men shu davlatman buning javoblar asosan berilib bo'ldi deyman. Endi bu yerdagi bu savdo urushniki hozir va kelajakda dunyoning qanday ta'sirda shunday taraqqiy qilayotgan davlatlarga qanday ta'sir bo'ladi? Mening qarashimda bir muhim narsa bor. Biraz burun men so'zlab o'tgandek, buningdan birdan-bir yuz beradigan masala Amerika o'zininki dunyo tartibini ziyon tortadi. Ovozing biroz bo'sh, Ahmadjonning ovozi. Ham hozircha anglatamdi? Anglatamda. Bek bo'sh anglatdi. O'zininki o'zi tiklagan dunyo tartibini o'zi ziyon tortadi. Meningcha buningdan boshqasi yo'q deb o'ylayman. Abdulninki savoliga nisbatan. Sizning boshqa fikringiz bormi buningga? Ya mening hamda buning deydiganimki mushu xaritani yana qaraydigan bo'lsak-chi, shu Xitoyninki bozori bor-ku, hozir degan shu darajaga yetib bo'ldi dedi-ku. Buningdan agar yana kengayishga boshlaydigan bo'lsa, bu G'arb dunyosi bardoshlik beramaydigan ahvolga tushib qoldigan. Shuning uchun men hozir bir tadbirni qo'llash kerakda. Men bu aniq dalamayman, 100% u Trumpning qilayotgani to'g'ri degan gap dalamayman. Lekin hozir Trump shuni ham abay degandek McKinleyni, Hoover degan burun qilimlarni do'rab, shu iqtisodning yo'nalishi o'zgartirish uchun tadbirni
qo'llayotdi. Demak, Xitoyga asosan davatqini nima deganda, sening azan mollaringni xalqlarga taqtadigan, erkin ozoda taqtadigan davr o'tib ketdi degan sabab bilan bisimni ishlatyapti. Endi bu yerda Amerika tashqi ishlar ministri Mark Rubio, o da şu NATO'niki baş katibi Mark Rutte ile kurashgan vaqtida shu yer bergan bayonotida bor hamda hozir hamda dunyoda Xitoy dunyo bir xir sulayotdi, dunyoni Xitoyning kontrolini tashlab bermaymiz deb. Hozir machakimiz o'tyapti hamda navoda mushtamam qilib qolsa Amerika dunyodagi o'ziniki sistemasini ayirib qolishi mumkin deb. Hozir shu narsa o'tirib chiqmagan bo'lgan bo'lsa, balki Amerika Xitoy o'tirishga bu kurashda bu qadar keskinlashib ketmagan bo'lardi-da. Asosiy shuni bu dunyoda bo'ladigan savdo urushlaridagi eng oxirgi parda qisqi narsa nimasi? Shu dunyoniki sistemasini Xitoy man qilaman degilik, Amerika burun sistemasi man qilmaydi. Shuni kelib chiqyotadi bu narsa hozir shunday bo'lganda. Siyosiy nuqtadan, iqtisodiy nuqtadan, lekin siyosatdan oldin ma'lum ya'ni iqtisod. Lekin qarata turiblar kim foyda bakrak ketib qolsa, hele degan gapni, hele yenevatgan ishlarni ko'ryapmiz hamda mushta mangsa, mesela hozir ham ishkanlar, mesela Amerikadagi xalqlar bunun qanday siyosatchilari Donald Trump tanqidlaydigan Demokratlar partiyasining odamlarining buni olgan ko'z qarash nimalari qanday? Yanda ikkiga bo'lindik. Bu yerda hozircha hech kim qaysi taraf ustunlikni egallaydi? Albatta, hozir huquq tutayotgan Cumhuriyet Partiyasi ustunlikni egallaydi-ku. Lekin uningki bu endi Amerikaning siyosiy qanday ta'sir ko'rsatadi deganda shu kelajak yili var, kelajak yilgacha 1 yil ichida bilib bo'lmaymiz. Agar kelajak yili Amerikada bir umumiy saylanma, bu hozirgi hokimiyat, hozirgi shu Trump hukumati ishini qanday qilyapti degancha Amerika xalqi, ya'ni bir demokratik huquq bo'lgandan keyin ular ishni bağlaydi. Qanday bağlaydi deganda shu Amerikaning 50 shtatninki saylanmalar ayrımı o'tkazib, yerda Cumhuriyet ikki nima deyiladi, ikki palatadagi demokratik partiyalarning a'zolarining sonini ko'paytirib bitadigan bo'lsa, u vaqtda Trump hech nima qilmaydi. Garchi u 4 yil o'tdasimi. Shuning uchun uni Trump hukumati nəhayət obdan bildi. Şunun üçün əşinin oldini iliş üçün çoğun tədbirlərini məncə hazır ilib beriyatdı o deganlik. Abayqalıqı Trump həmdə səli qızıqqanlıq qılıb bir tutaş, həmmə dövlətlər bir tutaş bajalma degan qararını çıxargandan keyin yendiki yaqin məsləhətçiləri yendiki Amerikada çoğun iqtisodşünaslar nim qilib qıldan bək qızıb ketməsin deyəndə gaplarni qilgandan Trump nimasini o'zgartdi hamda. Buni haqlar albatta madam bir kun bir o'zgardi ekan deydi. Lekin u bir o'zimi bir cho'ng sodiga hukumatni qo'lida tutayotgan bir prezident bo'lgandagi albatta shular qaramasin bo'lmaydi. Endi abay degandek saylamning nimasi qaramasin bo'lmaydi. Jiq narsalar bor-ku. Shu bu bir cho'ng savol amaliyotda bu bir nihoyat bir cho'ng savol. Shu hozir endi hech kim bilmaydi. Men jiq iqtisodshunaslarning nimalarini anlab, hammasining davatqini nima deganda hozir hech nima dalamaymiz hozirgi ma'nimda. Chunki stock marketni qarab boqaylar. Kuni bir kunda shoq o'sib shu 2008 yildan tortib hozirgacha bo'lgan eng yuqori paychekning nimasi o'rildi. Lekin atsa yana bir Xi Jinping o'tirib qo'yib, "Men 125% bojni ko'tarma" degandek u shoqqa tushishga boshladi. Ham tushib bir yer kelganda kim biladi? Trump hukumati yana bir tuyuqsiz bir yangi bir tadbirni qilgandek, yana ko'tarilib ketamdi. Uni shu nim qotdi. Ammo hozir Cumhuriyet Partiyaning eng ansirayotganichu, mush Xitoyning abayqalqi nimani ko'rsataylik, mollari bor-ku, yuqori 3-betdikini chiqarish. Ashadagi ashi mollarning to'xtilib kelishida. Gerçi so'mmi bak yuqori bo'lmagan bilan-chu, qaranglar, so'mmi yuqoriga 440 milyard dollar degan ashi mollarni qarab beqinglar. Ashi mollar agar Xitoydan kirmaydigan bo'lsa, Amerikada ishlab chiqarish to'g'ri keldi. Lekin Amerikadagi o'ttirchi hisob bo'lgan chaqacha Amerika ishchilarininki, mustaq
nima qilsa maaşı degan 35 dollar tarafı saatiga. Xitoyning hozir 12 dollar ki. O tarafda ular bilan mushu xalq endi ko'tarilish bo'ldi. Masalan, men chiqib hozir chiqib bir mashina olmay deydigan bo'lsam 20 ming dollar keladigan mashina agar 40 ming setib olsa deydigan bu vaqtda albatta har qanday odam bu vaqtda qarish qila oladi. Endi bu yerda bir narsani qistirib qo'yay deganda, bu yerda Trumpning ojiz tarafi nima deganda-chu, Trumpning diktator huquqi yo'q. Xi Jinpingning diktator huquqi var. O diginni qila oladi. Uningga hech kim qarshi qilmaydi. Shaqqili bir o'qitishni chiqaradigan bo'lsa, xuddi butun shu 1 milliard 200 million xalqining hammasi qo'llaydigandek zallarni yig'in ochsa, birsi o'rnini yo'q demaydi-ku. Ashtaq diktatorlik huquqi var-da, anında o diginni qila oladi. Lekin Trump hech qanday ishni o'zining digini o'yicha qila olmaydi. Masalan, shu bosh o'stirishmi shunday bo'ldi-ku. Asli o'zi qo'yib bergan bo'lsa, balkim aytidan boshlab hammasiga shu bojni olma dedi. Lekin uni o'zgartirishga boshladi. Shunami? Demak, demokratik davlatninki hamda bu yerda demokratik davlatninki nachar tarafi demayman. Mening demoqchi bo'lganim Trump agar Xi Jinping bilan selishtirgancha, Xi Jinping hojatda uning nima ustunlikni egallaydi demoqchiman. Hoş, endi sizniki bunga boshqa fikringiz bormi yo bo'lmasa yangi savol o'tamdik yoki yana bir savoldan birini o'ttirib qo'yaman. Bir narsani qistirib o'tib ketay, andan keyin boshqa keladigan savollarga foydali bo'lishi mumkin yoki o'tib ketmasin, unutib qolmayli deyman. Sizning birinchi savolingizdagi yoki ikkinchi savolingizdagi bu iqtisodiy urushmi, siyosiy urushmi degan savolingizga davomi qilib turib, ham shu to'liq abay so'zlagan, shu tushuntirgan narsasiga qarab, shuni bir aniqlasak deyman. Aniqlasak degani men ko'ramanlarga sizlarga aniqlab berganim emas, lekin reallikdan qarab bir shuning realligini bir ko'rsak. Masalan, mening nazarimda, shaxsan mening nazarimda bu Trumpning qilayotgani hozir ideologiya urushidek qiladi. Siyosiy urush emas, iqtisodiy urush emas, bir ideologiya urushi. Agar shunda, chunki nima deb bunda deyman desa, shu savdo urushi yoki shu boj masalasida Trumpning o'zim bilmayotdi nima qilayotganligini. O'zim bilmayotdi. Uning natijalarini mo'ljallayolmayotdi. Shunga o'zgarib turyotdi. Bu siyosati, Trump'ninki, baş siyosati o'zgarib turyapti. Buning o'zgarishi nimadan darak beradi desa, Trump'ninki qilayotgan ideologiyalik urushi yomon natijalarni beryapti boshda. Shunga Trump yig'ib turyapti, bilmay turyapti. Uning Trump'ning atrofidagilarimi uningga to'liq degandek eshib ketmay deydigan yakib qolyapti. Shunga agar bu shu onun ustiga men eskartgandek dunyoning tartibi buzilyotdi. Amerika o'zining tartibini buzilyotdi. Shunda bu vaqtda ikki tarafdan, iqtisodiy va siyosiy tarafdan Trumpning qilayotgani yaxshi unum bermayotdi, yaxshi natija bermayotdi. Shunga Trumpning bu ideologiyalik urushi iqtisodga, Amerikaning iqtisodiga, Amerikaning siyosatiga, dunyo siyosatiga, Amerikaning dunyo bo'lgan dunyo iqtisodiga ko'p tangli ta'sir qilyotdi. Shunga mushu ideologiya urushi, Trumpning ideologiyasi, mushunda masalaga qarasak, u chog'da Trumpning nurg'un taraflarini, ish harakatlarini tushuna olamiz. Masalan, Trump faqat mushu boj masalasini o'zi saylamda utib chiqish uchun Amerikalarga bergan va'dasining biri. Shunga buni qilish kerak. Hech bo'lmasa o'zining saylovchilarining oldida bo'lsa-mu, qilib qo'yish kerak. Lekin hem qilyotdi, yine hem Trump'ning o'zim ishonmayotdi. O'zim ishonmayotdi. Endi bir şey demandaq bastanga darhol Xitoyga zaten manchpersan bosh qo'yman deydi, bir kunlikni amallashtiryapti-ku hamda. Lekin boshqa dunyo nurg'un davlatlarga qo'ygan yangi nimalarni 90 kun, ya'ni 3 oy kechiktirdi-ku hamda. Bu 90 kechiktirish o'tirisi biror nima bormi demasdan Xitoylar qat'iylikqa anglashilmay qolib qolsa hamda Xitoy boshqa davlatlar bilan
birleşip ketip Amerika'ya karşı durulğanında bir nimeleri bağımıdır. Mesela bir 2 gün aldıdımı Xitay'niki baş ministeri Avrupa parlamentindeki Avrupa İttifakı'ndaki baş nimesiga telefon kılıp bularla iqtisod nimasi kilish to'g'risida bir nima qilib vaqtda bular rad qilyapti-da hamda. Bular rad qilyapti endi boshqa nurg'unlagan davlatlar bor da, ular Xitoylar bilan bu o'zaro savdo e'tibor qilish orqali Amerika cheklab qo'ygan manda bir alomatlar bilan shuni qarab Trumpni 90 kun kechiktirib boshqa davlatlarning ahvollarini kuzatib imkoniyatga yerim bormidi? Bununla benim cevabım endi. Siz degandek Avstraliya rad qildi, shundaymi? Xitoyninki shu Xitoy hatto adam avatib biz birlikda shu Trumpninki tamojna bejiga qarshi birlikda harakat qilsak deb Avstraliyadagi o'ylabdiki, Avstraliya yo'q debdi. Lekin Hindiston bilan aloqalashdi. Hindiston bilan aloqalashgandan keyin Hindistonmi shundaroq javobni beribdi. U Xitoyning mollarini ma'lum darajada cheklaymiz degandekchi, uning misolini qilibdi. Endi Amerika shu to'g'riliq ishlayapti. Amerika shu Hindistonning Modi bilan akini ko'rishdi, Modi bilan ko'rishgandimi shu gaplarni o'zlari deyishgan, nimalarni inchki, nimalarni deyishni o'qimaymizda. Hamda agar shu Hindiston masalasi-chu Xitoyning nimalarga qaraganda bu cho'ng muhim rol o'ynalaydi. Chunki Hindistonninki nüfusi degan dunyoning birinchi o'rinda. Hindiston emgakchilarining kuchi, men deb o'tdim-ku, Xitoyning emgakchilarining kuchi hozir $12 atrofidagi. Teqa 15 yıldan burun bağı 3 dolar dekti. Üstüp ketdi, lekin Hindistonninki nima xizmat qimmati xeyli ko'p azal. Tayland tarafning shu, Janubiy Osiyodagi nurg'un davlatlarning shu. Amerika agar shu yerda diplomatik munosabatni yaxshi qila olib, shu davlatlarni Hindiston, Avstraliya, Tayland degan davlat hozir nim qilyapti. Endi keyin Indoneziya va mush qatorliq davlatlarni abay 90 kun ichida keltirib deb qo'ygan Uyg'urcha shunday deymiz. Keltirib olaydigan bo'lsa, Xitoyga yomon cho'ng zarb berdi. Vaqtda yomon cho'ng zarb beradi. Chunki Amerika vaqtida Amerikadagi $35 to'lab ishlatilgan xizmatchilarning o'rnini oyoqlardan topaoladi. Lekin Xitoyga zarb bergan bo'ldi. Mataraflari bor. Şu hazır hem de menki şu benim daha küçücümde okuyan materialımca hazır Amerika ait ciddi hareket şu 90 gün içinde çünkü hazır Trump hükümeti de çoğun ihsasşünaslar var. Bu ihsasşünaslar özlerinin şu nemin bergen vaadlerini amelga aşırış için Trump'ның oldidagi ishonchligini tiklash uchun ular qattiq g'ayrat qilib chepiyotidu. Masalan, Ukraina urushi degandeklar bir yoqdan mingyotidi. Nurg'un ishlar bo'lyapti hozir. Ularni bu yerda surishtirmaymiz. Mening javobim shu bunga. Davası sizniki ben olmasa yan so'roq o'chayimsa. Üçüncü so'alim Xitoyniki bir balvoq bir yo'q plani Trumpniki Xitoyga qarshi boy siyosatiga bağlangan bir taraftar bormi demoqchi-da. Endi bu Xitoy Ahmadjon sen javob bera buni. Men aqlini berayim. Mening nazarimda hech qanday munosabati yo'q. Bu munosabatni biz ko'rib olamiz endi Uyg'urlar. Chunki bizmo shu Trumpga o'xshash yoki Cumhuriyetçiler Partiyasiga o'xshash bizmo ideologiya jihatdan qaraymiz masalalarga. Hargiz masalaning realligiga qaramaymiz. Nima bo'layotganligiga qaramaymiz. Amerikaninki alaylik Kanada bilan bo'lgan munosabatida, shu bosh munosabatida agar Kanada Amerikaning mollarini sotib olmay, Kanadaliklar, bütün Kanadaliklar hozir men so'zlab o'tdim, xilijiq Kanadaliklar olmaydigan bo'ldi deb. Olmaydigan bo'lib Amerikaning molini. Bo'pti, Kanadami Amerikaga mol sotolmaydigan bo'lsin. Kanada o'zininki iqtisodini saqlab qolish, taraqqiy qildirish, qo'g'dash uchun agar Kanada Xitoy bilan savdo qilishi, masalan Xitoy bilan savdo qilishib, tutishib
Kanada bilan Xitoy bir-birisining mollarini elishib, ishlab chiqargan mollarini elishib, mushundoq shaklda qilsa, u chog'da Trump to'siy olamdi buni? To'siy olmaydi. Hozir Chunki gapimiz bo'lib yotib qoldim. Timini chetdan bitib qolib qoldik. Hozir men bo'layotgan narsa, mush Xitoyniki bir yo'l qurilishi. Shunda o'tama. Men shunda o'tama. Yani mening bundoq deganim, mushu masalalarning hammani Kanada emas, Yevropa, butun dunyodagi mushu masalalarni Amerikaniki iqtisodshunaslar bilmamdi. Biladi. Amerikaniki mutaxassislari masalan, hammasi buni obdan biladi. Lekin bu yerdagi masala nima desa, bunun bilan Trumpni to'siyolmayotdi. Nimishki to'siyolmayotdi desak, ama men eskatgandek bu ideologiya masalasi. Yani Amerikaniki mush Cumhuriyetçiler Partisininki ideologiyasi bilan mos keladigan bir xil millatchilik harakati bu. Şuna bu Amerikanınki ideologiyasi bilan munosabatlik hergizmi Xitoyning nupuzi, Xitoyning kengaymichiligi va Xitoyningki masalan dunyoda Amerika bilan o'rin talashishi masalasi emas. Bu faqat ideologiya masalasi. Misol olsak masalan Erdogan masalan bankining Türkiye Merkez Bankası'nınki ösümini davamlı tövelletip kelishga da çıngtudi. Şuna nurgun qatim şu Türkiye Merkez Bankası'nınki başlığını mı ne çıqatim elivetti çünkü Türkiye Merkez Bankası'nın başlığı Erdoğan'a diyelidi. Bundaq şaraitta biz bu bankininki Merkez Bankası üsümünü tövellesek bulmaydı. Pul pahalılığı kelib chiqadi, nurgun meselelerge duch kelamiz. Üsümünü östirish kerak. Üsümünü östəgən vaqtida ananikin bazardaki naqd pul aylanmasını kontrol qila olamiz. Şuna bunda qısaq bo'lmaydi deganda Erdoğan onu elevetib anaki yenidən özününki qarşı bilan qaraydigan, özünün ideologiyasidagi bir odamni kelib Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankasıga başliq qildi. Bu nimadan derak verib desa Erdoğan'ninki qandaqto iqtisodni tushundigan, bozorni tushundigan bir mutaxassis bilan o'xshaydigan ish emas. Albatta mutaxassis hatta Türkiye Merkez Bankası'nınki başlığı Erdoğan'dan 100 yaxshi biladi bu masalalarni. Lekin Erdoğan nima uchun shuni tushuntirdi degan vaqtda bu faqat ideologiya masalasi. Yani Erdoğan mush vaqtgacha Turkiyadagi musulmon xalqininki ideologiyasini bozorga silib turib, davomli saylamlarda tutib kelayotgan bir odam. Şuna mushuni saqlab qolish kerak. Chunki buni Erdoğan o'zining xalqiga, saylovchilarga bu riba, yani Uyghur deymiz ribani. Bu jazonixo'rlik. Yani bankininki üsümünün yuqorilishi jazonixo'rlik qo'yadi. Bu bizning islom dinimizda cheklangan narsa. Shunga buni qilmasligimiz kerak degan mushundaq bir ideologiya bilan ketib qolgan. Shunga mushunga o'xshaydi Trumpning qilayotgani. Bu bir ideologiyalik masala. Hergiz bu iqtisodiy, siyosiy masala emas. Shunda bo'lgan ekan, Amerikaning o'ylayotgani Xitoy emas. Xitoyni to'sish emas, Xitoyning bir yo'l qurilishini, masalan, planini yo'q chiqarish, barbod qilish emas. Agar undaq niyatlari bo'lsa, hozirgidek boj urishidek mundaq urishni keltirib chiqolmaydi Amerika. Chunki bu Ahmadjonning ko'z qarashi hamda bo'layotgan bir ko'z qarash, lekin men buning qo'shilmayman-ku. Nima uchun deganda bir balvoq bir yo'l degan u narsa yo'qlib bo'ldi. U yo'q hozir. Uni asosan shu o'tganki shu birinchi qitim Trump administrationdan boshlagan, keyin Biden administration shuni davomlashtirib keldi. Bu bir balvoq bir yo'l degan o'tganda kim birsi bir yarim soatlik bir nima leksiya berdi qo'yaymi shu to'g'ri. U mag'lub bo'lib bo'lgan bir siyosat. Uni Xitoymi e'tirof qildi. Shuning uchun Xitoyning hozir tutayotgan yo'li nimasida eksport emas, o'zining ichida mallarni o'zining ichida setish taraf qarab kelyapti. Endi bu bir balvoq
bir yol nimasi yana ba degandimi hozir mau Janubiy Amerikada bo'layotgan ishlar orqali u yana suslashdi. Andikin u Janubiy Osiyodagi davlatlarmi, Avstraliya va kaza davlatlarmi hozir Xitoyga nim qoldi. Qani Italiya qo'yma. Italiya birinchi bo'lib chiqayotganda, shuning orqaga egishib 10 davlatlar shu uningdan chekinishga boshladi. Andikin Afrikadagi nurg'un davlatlar, nim deymiz? Sening pulingni men to'lamayman qo'taza deb turib oldi. Uni hech nim qilmadi. Yasab bergan cho'ng qurilishlarni bo'ldi siz shu deb shu Janubiy shu Afrikadagi bir qancha davlatlar shu pulingni bermayman deb nim qilganti, uning Xitoy nurg'un ziyonlarni tortdi. Endi meyada maqitimqa savdo urushiningki endi albatta menmi aniq bir nim dalamayman, 100% bir nim dalamayman. Maqitimqa savdo urushi borku, agar Trumpning boj nimasi agar tutib chiqilgan bo'lsa, u vaqtda Xitoyning dunyodagi hozirgi ta'sirini asosan acizlashtirib hatta yo'qotib o'tishi ehtimoli bor. Chunki bu hozir mundaq bir muhim narsa bor. Shu Xitoylar agar ashunchalik mollarini Amerikaga chiqaramaydigan bo'lsa, sotamaydigan bo'lsa, masalan, President Trump agar mushu jidal majron bir yakil bo'ldi, sening milingni bir tal milingni olmayman. Unda deyishning o'rni unda deyishning nimasi osonligi bo'ldi, men seninkini 200%, 300% ko'tarayman deganda Xitoyning mollarini hech qaysi olmaydigan bo'ldi. Chunki vaqtida Xitoyning mollarini chiqaramagandan Xitoy xalqiga bo'lgan nimasi degan ziyon texmi nim qildi. Lekin Xi Jinpingning da'vatini hozir kuni shunda debdi, yoshlarga yig'ib ashar nim debdi deganda biz degan jafo tortishni o'rgangan haqlar. Chunki men o'z vaqtida Zejoyida xabaringlar bor-ku, Zejoyi bo'lganda men mana ishlarni ishlagan ishlarni shuni o'rganishinglar kerak deb Mavzudungning o'z vaqtidagi 60-yillik ocharchilik davridagi shu jasoratliklarni qaytadan tiklaydigan gaplarni qilyapti. Demak, biz ishni taqalaymiz. Amerika ishini taqaydigan bo'lsa, u o'rilib tushdi, biz ishini taqab biz chidab ketaveramiz degan mundaq narsalarni mundaq safsatadan setyapti-da. Shu eqiyotdi. Chunki uning diktatorlugiga qo'rqib qolganligi. Hamda albatta uni Xitoy xalqi shu o'z vaqtidagi shu jafolarni chidaydigan holatdimi, uning bir cho'ng savol belgisi bor-ku. Chunki u vaqtda xalqlar dunyoni ko'migan. Hozirgi Xitoy xalqi degan ishiga ichilib ketdi, biladi. Amerikaning ahvoli qanday, Yevropaning ahvoli qanday, turmush saviyasi qanday, hammani biladi. U bir xil kommunist ideologiya degan Xitoydimi sushib bo'ldi. Hozirgi Xitoydimi kapitalizm ideologiya, faqat nima deganda kommunizm ko'p ortishib ketgan. Deymiz buni qanday deymiz? Siyosiy bir atalg'ular, mixture of mix ortishib ketgan bir xil yeni ideologiyada yashayapti. Abjash. Endi men o'zim nimaga qatnashganchu, endi Ahmadjon sen qatnashgan bu Zejoyi degan narsaga borganman-chu. Shu vaqtlar u haqiqatan bir jafoliq maktabda o'qiyotgan o'quvchilarni, o'ttir maktabda o'qigan o'quvchilarni o'shaga berib 3-4 yil itizli ishlatdik. Shaharda cho'ng'allar itizli ishlab o'zimizni nimasini qilib bu Xi Jinpingni da'vat qilib shu jafolarni qaytin tassangmi biz Amerika bilan taqobil turamiz degan mundaq bir joyillik ideologiyani taqtyapti hozir. Nasıl yani bir soğukta hamda. Bu soğudur şey hazır hamda kişi mingaylar kap kalsa. Maş Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio mu Uyg'urlarni ancha tilg'ilib kelyapti masalan Tayland. Uchilisi men qaysi uchilisindaisiz? Amerika Xitoy o'tirsaki bu so'dir şey bu nima bajimiz kuchib mingay bersa ham mushbat hozirda bugungi nima qirg'an vaqtida yana yeni bir nimalarni o'ttirib qo'ygandan gibi bor Donald Trump. Ko'rdikda Facebook'larda. Yani bu kuchib mingay kap qolsa bu masala hamda Amerika Xitoy haqidagi bir kuchib ketib qolsa bizning Sharq Turkistonligimi bizga bir foydali bir nima shakllanib qolish ehtimolligi bormi, yo'qmi? Buni o'tirib qo'yishga narsa, masalan, mushtas chiqqandan keyin men shu sunniy aqldan bir narsani nima qilib boqamanchi izlab.
Ana yeni xabar chiqib qapqas ashnaga kirgiziblar Uyg'urlar haqida ham Sharq Turkistonda so'rasam, bu analizda o'tirib qo'ydi-ku bu narsalarnikini. Şunu ham sizlarning bilan ko'z qarashini aytib qo'yayapman-da. Har qatlam programmada beamallik qilib o'zimizning qaytish orqali o'zimizga bir bog'lab boqildi dunyoning siyosatlarini deb. Mening qarshimda ben suhbatning beshida deb keldim. Yani biz shunda qarab oldik meseleге. Masalan bu xuddi Trumpning qilayotganlarning hammasining asosli maqsadi Xitoydek. Muşuna qarab oldik. Amaliyot undaq emas. Masala undaq emas. Shundaq ekan, buni anandan keyin bo'lmagan bir masalani akilib, Sharq Turkistonning masalasiga bizningki imkoniyatlarimizga, umidlarimizga bog'lab nim qilsak, yine biz real bo'lmay qolamiz deb o'ylayman. Masala real bo'lmaydi deb o'ylayman. Lekin agar shundaq deb tursaqmi, masalan Amerika hozir Trumpning qilayotgani faqat nishon Xitoydan boshqasi emas deb turib desakmi, amaliyot u undaq emas. Chunki u undaq bo'lgan bo'lsa, Amerika o'zining ittifoqdoshlarini Xitoyga qarshi texmbak o'zining yeniga tatgan bo'ladi. Amaliyotda Amerika undaq qilmadi. Bütün ittifoqdoshlaridan taxminan ishonchisini yo'qotib qo'ydi. Lekin shunda deb turayli. Amerika Xitoyni ko'zlayotdi, u deb turayli. Tug'liq abay so'zlab o'tdi. Agar mushlar ahvol ostida Xitoy haqiqatan uzun vaqt quttirab tura oladi. Xitoyningki mush diktatorlik sistemasi tuzumi yine qayta Zeyjoyi vaqtiga o'xshash bosimi Xitoy Kommunistik Partiyasininki hukmronligi, kontrolligi Xitoy jamiyatiga bo'lgan kontrolligi ideologiya jihatdan bo'lsin ve başka deyimiz siyasi demeyimen başka mesela xavfsizlik taraflarından bo'lsin yoki o'zlarining armiyasi, soqchilari va shundaqla o'zlarining organ muassasalari bo'lsin, hammasi hozir Xitoy Kommunistik Partiyasininki nimasidan chiqolmaydi. Qanday shaklda Xi Jinping kontrol qilib bo'ldi Xitoy davlatini. Her taraftan kontrol qilib bo'ldi. Bundaq ahvol ostida Xitoy uzun mezgil tuttirib tura oladi, chidiya oladi, o'zini tutib tura oladi. Lekin Amerika unda qilolmaydi. Xitoyda qilolmaydi. Bak oz vaqtda hatto Trump'dagi ikkinchi qatimliq saylamda tutib chiqa olamdi, chiqolmamdi degan masala kelib chiqdi. Shunda bo'lganda birinchi Sharq Turkiston masalasi deganni bu yerga qatsak ham xiyol bo'lib qoladi. Ikkinchidan bu savdo urushi Xitoy davlatini vayron qilolmaydi. Xitoyning Kommunistik Partiyasidan iborat, hukmronligidan iborat bir siyosiy tuzumini yo'qotib ketsa. Lekin Xitoy davlatini yo'qotolmaydi. Xitoyning Trumpning ideologiyasiga o'xshash ideologiyalari taraflari kelsa, biz hozir atayotgan demokratik taraflari kelsa, Xitoyning har qanday siyosiy guruhi Xitoyningki hozirgi siyosiy hokimiyatni qo'lga olgan taqdirdami, yine ularning Sharq Turkiston mustamlikchilik siyosati o'zgarmaydi. Hargiz o'zgarmaydi. Bunda ahvol ostida yine bizningki milliy manfaatimiz bir ta'sirga uchramdi bu hareketning. Menimcha bu ta'sirni men ko'ramayman. Xo'sh, sizniki boshqa demangiz ham bo'langa to'liqqa. Men ham da Ahmadjon Osmonning bu fikriga qo'shilaman. Hozir vaqt emas-ku, u to'g'riliq bo'ladi. U bir. Lekin birisi hozirgi bu savdo urushining kim tutib chiqadiganligi haqida hozir mencha hech qanday qaror chiqaradigan vaqtim emas. Yani mencha shu 90 kundan keyin ko'rib boqayli. 90 kundan keyin qani agar Xudoyim buyursa, yana mush uchaylan bir chiqib, shu vaqtida undan keyin birnim dalalaymiz-ku. Hamda Sharq Turkiston masalasiga kelganda bu biz yanılı burunqidek ham xiyol bilan yashaydigan vaqt o'tib ketdi. U Amerika bo'lamdi, yana birisi bo'lamdi, bizni ozod qilgan
u Mahmatjon balkim shunda bu ozod qilib berdi deb xam xiyol surib o'tirishning-ku Ya nimasi azat tammi azat deyapsiz. azat qilib bilishiniga men ishonmayman va nurg'un uyg'urlarni shu. ishonmayman azat qilib Ya beradigan men onun lekin ishonmayman. Biz hozir o'zimiz bu endi albatta boshqa topik bu o'zimizning ojizlik tarafidan. Biz masalan shu kichikina bir davlatlar bilan selishtirib baksak, ular ancha-muncha dunyoda bir nimalarni chiqara oladi. Lekin bizning tashkilotlar kirish tashkilotlarning qilayotgan ishi hozirga qadar Hele bir to'xta, abay, hele siz o'tirib qo'ygandek bir mustaqillikni talab qilib baqaylik-ku degandek, surgundimi hukumatdan boshqa hech qanday tashkilot qilib unday gaplarni qilib baqmadi. Yanada qaraydigan bo'lsak, yanada biz bir qismi deydigan gaplarni deyotdi. Undaq ahvolda bizga hech qanday bu to'g'riliq paranishning nimasi yo'q degan gap. Bu endi mening yana bir azroq tayyorlik qo'ygan narsam bor, shuni deymi ya bugun vaqt Ben tüceteylik yani bir neçe sualı var ki ona gelip qarab bakıldı. bu to'g'ri shunchalik to'xtayman. Ahmadjon bilan fikrimiz WhatsApp gruplarida ma yaman bir nimalar kesipti. Şunun münasebetlik şu WhatsApp grupimizde Uygurca münazirlik qilishdi. Onu da bunu da deganda shu yerda bo'lgan bir qiziq nuqtadan birini o'tirib tashlaydi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy o'quvchilarining vizasini amaldan qoldirmoqchi bo'lyapti. Hatto Xi Jinpingning qizini qaytardi degan gaplar o'tirib chiqyapti. Bu vaqt sizlarning fikringiz qanday? Yani baş WhatsApp gruplarında memmo jiq yo'q. Yani bazı mush o'zlarining programma taqdiman deb qatlik qo'ydim-da. Yani aşıqning bazı gaplarni anglab qolsam, aylar umumyüzlük o to'g'riliq qarorni nimadan Florida shtatininki bir nima palata a'zosi o'tirib qo'ydi. Uni endi san'atdan nimadan tasdiqlagandan keyin shu qo'g'laydi. U bo'layotgan gap. Endi meyadan shu o'tganda bir suhbatlashdik-ku, yangidan saylangan kabinet a'zolarining ichidagi mutlaq ko'p qismi shu Xitoy qarshi xalqi deydi-ku, burkutlarda bular hozirgacha shu gaplarni deyapti. Masalan, Marko Rubioning bu tarafdagi ko'z qarashlari shundoq ochiq. Qolgan Scott deymiz, u andiki Kashpatal deganlar chiqdi. Bularning hammasi Xitoyning ayta shu qattiq shu bu tarafda bo'shagan yer yo'q. Gerçi Trump'ı o'z ancha-muncha chiqib, u ag'inamdi. Uning gapini o'tkazalayman deb ashta gaplarni deb yurgan bilan, bu nimasi boshqada hamda yurgizayotgan siyosati boshqa shu hozir ham Xitoyni ayirib qo'yib butun dunyoda boshqa davlatlarni bir deb qarab, mavi Xitoyni ayrim nim qilyapti. Jazolashga mencha jazolashga kirishdi endi. Bu jihatda gap yo'q. Chunki jazolamasa Xitoyni jazolamaydigan Xitoy dunyoni yeb ketadi. Abi sanni yana bir deb ketay. Agar dünyanın bütün mallarının 50%'ni egallaydigan bo'lsa, boshqa dunyoning boshqa hammasi qolgan 50% nimishni qildi? Xitoy kontrol qildi. Bozorning hamma hozir mana Xitoyning bijini o'stirma desa, mushunchalik Amerikaning ishchisi shunchalik qarashlik qilyapti. Kanadaga 25% bosh qo'yimiz desa, mana mushtaq nimalar chiqyapti. Grenlandiya degan o'z vaqtida biz o'tgan bir paranglashganda shu vaqtida biz Amerika qo'shilimiz deganlar namoyish qilgan-ku shu Grenlandiyani. Hozir ularni o'zgaryapti. Yevropaning ahvoli, hozirgi ahvoli ma'vu. Endi u mencha bir 90 kun qarab baqaydi, 90 kun qachon bo'ldi? Shu vaqtda bir gap bo'ldi deymancha. Mencha Sen bulamda? Sizdan xo'sh. Men bunda so'rayman. Bunda bir savol so'ray. Masalan, hozir Trump'ninki mush chet elliklarga, ya'ni Amerikalikdan boshqa millatlarga, xalqlarga qilayotgani faqat Xitoylar qilyapti Amerikada. Masalan, Xitoyning o'quvchilarini qo'g'layapti, Xitoyning ko'chmanlarini yoki Xitoyning qonunsiz ko'chmanlarini yoki Xitoy mushuni qilyapti. Ya bu Trump qilayotgan bir doiraning sistemining ichidagi bir parcha. Bu savol bo'ldi, men buning javob beray. Xitoylar emas. Boshqa davlatlarning men savol emas, men so'rab javob beryapman.
Ha, meyli. Yani yaxşılıqsınız, xoş. bunda emas demoqchiman endi. Bunda emas. Bu faqat bizninki qarab olganligimiz. Uyg'urlarninki halqi umid halqi biz halqi kichik bir nimadan umid izlaymiz-ku. Albatta bu bizning psixikimiz, xarakterimiz hamda chunki biz ashuna holda hozir. Şu kichik narsalardan umid izlaymiz. Şu mush harakatga qarablam, voy to'xtabdi bu Trump munda qilyotdi, Xitoy o'quvchilari munda qilyotdi deb mundaq tushuntiramiz. Amaliyotda bu bir yurish qilinayotgan ishlarninki biri. Undan ortiq emas. Uning ustiga hozir Trump Amerikaning milliy ma'rifini yo'q qilman deyapsa. Ma'rif sistemasini yo'q qilman deyapsa. U Xitoyning o'quvchilari albatta yo'q bo'ldi. U ma'noga selishtirib qarasak masalani texim yaxshi tushuna olamiz. Uningdan boshqa bir nuqta esimdan chiqib ketdi. Bo'ldi. Endi agar Trump faqat Xitoyni ko'zlab qo'yayotgan bo'lsa, ma qilayotgan siyosati Trumpningki ma siyosati bo'lmagan bo'ladi. Lekin Xitoy qilayotgani ma siyosatning ichida, ma butun bir siyosatning ichidagi bir ijro qilinishi ekan. Undaqda bu faqat Trumpningki Xitoy o'quvchilari qaratilgan masala emas. Andan keyin Xitoy bilan bo'lgan Amerikaning bosh urushida yoki savdo urushida bu Xitoy o'quvchilarining nima munosabati bor? O'quvchilarining nima munosabati bor Amerikada o'qiyotgan? Amaliyotda mush Amerikada o'qiyotgan Xitoy o'quvchilarini haydasa masalan, hammasini haydab nima qilsa, yana ziyon tortadigan Xitoy emas. Menimcha Xitoy bek cho'ng ziyon tortib ketmaydi. Ziyon tortadi albatta, bek cho'ng ziyon tortadigan Amerikaningki masalan, ma'rif muassasalari, masalan, universitetlari, nimalar shular nurg'un o'quvchilarni pul to'lab o'qiyotgan o'quvchilarni ziyon tortishi mumkin. Shuningla pul to'lab bu muassasalarga tahdid bo'lishi mumkin. Bu muassasalarning mavjud bo'lib tura olishiga mundaq bir tahdidlarni olib kelishi mumkin. Lekin Trump buni o'ylamaydi. Nima uchun o'ylamaydi? Trump aslida Amerikaning milliy ma'rif sistemasini bekor qilishning harakatiga tushib bo'ldi. Ma'rif kelganda bir yig'iz gap qilib qo'ya. U ma'rifni buzma degan yeri yo'q. Ma'rifninki bu nimasini huquqini, bolalarni tarbiyalash huquqini shtatlarga topshirib berish, ota-onaga berish kerak deyotdi. DI degan din xabaring bormi? DI sistemini yo'qitma degan. Amerikaning ma'rif bölümünü taqash deganlik ma'rif sistemini buzma degan yo'q. Ma'rif sistemini aslidagi afzallikka olib berish degan. Chunki Amerikaning ma'rif sistemasi hozir masalan o'quvchilarni var silishtirganda dunyodagi 100 necha davlatninki 60 nechinchi o'rinda qolibdi. Xitoyning oldidagi. Nima sababdan deganda u pulni xashlayverdi deydi, lekin konkret unumi bo'lmayotdi degan gap qilyapti. Bu albatta bu bir ayrim. Hozir qilayotgani, hozirgi bularning plani unda bak konkret hem burun kelayotgan Amerikaning ma'rif sistemasi qo'lga keltirgan natijalardan texim yaxshi natijani qo'lga keltiramiz desiningcha? Yo'q, bu ma'rif sistemasi-ku, yaqinqi shu 10 necha yildan beri buzilib ketdi deyotdi. Aslidagi shu 80-yillari 90-yildan burunqi shular qaytib kelmez degan narsani ko'ryapti. Masalan, hozir Amerikada qandaq deganda Kanadada qandaqdan bo'lmaymiz. O'z vaqtida shu Amerikada biz yengdan Amerikaga kelgan chaqlarda maktablar bilan maktab masalan o'xshamaydi. Kambag'allar bordigan, boylar bordigan bu maktablar nima deyam? Boylar bordigan maktablari haqiqatan ularning nimasi üstündü seviyesimiz üstün, teminatımız üstün çünkü baylar özleri halaydı o yukarı buldu. Keyinendeki kandak o ketkendik bulanı arlaştırıtımız dedi. Çünkü bu Obama'dan başlagandan keyin bu arlaştırıp etip kembağallar mı alsa, bunu mu alsa endiki hatta mahallelerdeki composition var mı? Amerika'da mı, Kanada'da mı şundak oluşu bazı mahallelerinin bağısı yukarı oldu. Bazı mahallelerinin kembağallarının okşamaydı o hem dedik ya turmuş seviyesi derecesi okşamaydı. Şunu beraberleştirimizde DEI degan narsa shularni qilib ma'rif sistemasini buzyapti. Ma'rif sistemasi emas,
Şu nurgun başka nemalarni buzib. Shuni ya shu Trumpning davatqini nayt ine campaign mezgildi shulan dedi. Aslidagi shuning keltirmez davatdi. Ma'rif sistemasini o'ngshayma davatdi. Mundaq gap. Bu menimcha Obama'ninkiligi nima? Healthcare ma? Obama'ninki. Ya education başka, healthcare degan u başka, yani bir cho'ng topic. Nang davatqanim Obama'ning healthcare degandimi Trump masalan u faqat ashulqi nimalarga doktorxonalarga nimalarga yoki boshqa doktorlarga ayrim shaxsiy shaklda pul to'layolmaydigan, pul yetmaydigan Medicaid. kambag'allarning o'sha nimasini Obama shuna amillashtirgan. Lekin uni Trump chiqqandan keyin elevatdi-ku, shunga o'xshash masala bu hamda. Shu baylar o'qiy oladigan, masalan, baylarninki mandaqcho, menda bir narsa aniq bo'lmaydi. Amerikada Medicare degan narsa bor. Medicare degan pensiyaga chiqqanlarninki 60 yosh, necha yoshdan yuqorilarni ta'minlaydi. O Medicare. Uning Obamacare degani shu Amerikada Medicaid degan narsa bor, kambag'al, to'yan kirimlar Medicaid degan narsa bor. Yana birisi Obamacare degan aning ustiga qo'shgan narsa. Shuning uchun Obamacare yo'qotgani aniq. Trump birinchi qitim chiqqanda u bo'lmaydigan nima deb yo'qotdi. Lekin Medicare bilan Medicaid chiqilmaydi deyapti hozircha. Ma Demokratik partiya voy Medicare bilan Medicaid chiqildi deb to'liq men bu selishtiryapman. Faqat Trumpning qilayotganini masalan har bir sohada, har bir tarafdan selishtiryapman. Tushundim. Lekin Medicare'dan ikkisining bir farqini deyapsangiz, ikki atalg'ini ishlatdingiz inglizcha. To'g'riqasiz. Hozir dedim o Medicare degan yaşangan adamlarninki pensiyaga chiqqandan keyinki salomatligini saqlaydigan bir ayrim bir pul. U nayt cho'ng bir nima? Pensiyaga chiqqandan keyin Abdurahim, Obamacare degani u pensiyaga chiqqandan keyingi masala emas. Odatda shu yosh bu nimalar to'layan pul to'lab o'zininki sog'lomlik sahiya nimasini Tutquzish puli deganlar gap. Tutquzish sistema hamda. Sog'liq sohasida tutquzish puli. To'g'ri. Uni yo'qotgan. Oxirgi bir savol albatta Ahmedjon aka sizingizda hamda biz Uyg'urlar nurg'unlagan mushalik masalan Amerika tavatirsiz so'dirishni bilan Sharq Turkiston masalasini qaytib o'zimizning tushunchasiga tushunamiz deb ma'nodingiz. Şunun münasebeti yana bir savolda hamda Uyg'ur va muhojiratdagi tashkilotlar Amerika Xitoy so'dirishdan kelib chiqqan siyosiy fursatlardan qanday foydalanishi, qanday hozirlik va tayyorliklar turish kerak deb. Endi bunda deyishga sabab siz hamda uni boshqa bir fikr qildingiz. Ham o'tganda Donald Trump Xitoyning 51 nimasiga majbur emgakka chetishdagi ba'zi Xitoyning yuqori texnik nimalari Amerikaning 51 shirkatni jazo qo'llanayapti bu narsaga. Ana keyin yaqin yana bir Uyg'urlar qilib narsa o'tirib qo'yilgan nol majbur emgak qonuni degandekda. Demakchi bular yana ash bir narsalarni nimaga ekirib so'qash orqali Uyg'urninki bulatgan ashaga ishquq daftarchilikni shuni nima qilyapti. Sizning deganingiz narsa biz uni majbur eklayapmiz deyapsizda ham aqlimizda. Shunday bo'lgan mana qarasak bir-birsiga zidlikdek bordek nima qilyapti? Yig'ib aytganda u chog'da bizniki hozir chet el tashkilotlar biz chet el nima uchun da'vo qilamiz, nima uchun hamda u davlatning parlamentiga, bu yerlarga xalqaro siyosatlarda o'zimizniki mavjudligini har xil yo'l bilan ifodalab kelyapmiz. Namoyish qilish, diplomatik jihatlar degandek. Bu nuqtadan da'vo vaqtida biz qanday tayyorliklar qilishimiz kerak, nimani qilishimiz kerak to'g'risida bir ozroq fikrni qo'yib taqlash kerak. Bu hozir sizning gapingizda masalan siyosiy sahna dedingiz. Hozir sizning butun gapingizdan mush oxirgi gapingizdan nima kelib chiqdi desa, xuddi biz o'zimizni mush davlatlarning ichidagi bir davlatdek his qilib, shunga shu xalqaro munosabat kirib ketgandek his qilamiz o'zimizni. Shu cho'yarkamizda lekin bizning ishlarimiz emasanga hamda kreatimizda bir reallikda. Ya to'g'ri, ya bunun ko'ngil bilish, bunun qanchalik foydalangan, shunchalik foydalanish albatta bizning tashkilotlarimizning majburiyati va qiladigan ishi. Lekin hozir birinchidan
Xitoy Amerika savdo urushi deb atab oldik biz. Amaliyotda bu Xitoy Amerika savdo urushi emas. Bu Trump'ninki bütün dunyoga yurgizayotgan bir siyosati. Xalqaro siyosat. Mayli buni iqtisodiy siyosat, savdo siyosati, tijorat siyosati, nima desak mayli, bozor siyosati, nima desak mayli, lekin bu Xitoyga emas. Hozir bütün dunyoga qilayotgan ish. Bundaq ahvol aslida yani bunu faqat Trump bilan Xi Jinpingning Amerika bilan Xitoyning o'rtasidagi masala deb qarab turib tahlil qilsak, biz buningdan qanchalik foyda ola oladigan nuqtalarni topolmaymiz u chog'da. Chunki biz masalaga xato qaragandan keyin uning foyda ziyonim xato mo'ljallandi degan gap. Bunda ahvol aslida biz xohlagan, istagan, umid qilgan foydalarni og'il bo'lmaydi. Şuna meselenin özüge nait real qarab, ananınki şu reallıqның özüdün bizge kildigan Şarkı Türkistan meselesiga kildigan paydalarını körelige vaxtımızda ananınki bu paydalarını bizge real buludu. Bo'lmasa ham xayol bo'ldi. Şu ham xayolni jaqrab qilamiz o bulayotgan emimizda hamda ham xayol o'ttirgan so'rinlarimizda ya Facebook yozatgan narsaga qarasak Abdurrahim yani siz nait axliq sizning qo'ygan savolingiz nait axliq savol sizning o'ylaganınız men sizga o'xshash o'ylayman uchun Uyg'urlar bu bizningki orzuyimiz lekin tashkilotlar undaq emas tashkilotlar orzular bilan umid bilan ish qilsa bo'lmaydi tashkilotlar degan tashkilot bo'lganligi uchun reallik bilan ish qiladi chunki tashkilotlarning qildigan ishi real meselelerden real payda ziyanını ko'rish kerak. Şunun asasen iş qilish kerak. Şuna mesela uzun bo'lib ketdi. Hozirgi shundaq bizde Uyg'urlarda mesela Amerikaga bo'lgan bir xil umid. Amaliyotda bu umidning hech qanday o'rni yo'q. Hem real emas bu umid. Amerika Sharqiy Turkistonning manfaatini o'ylab qo'ymaydi. O'ylabmi qo'ymaydi. Mümkün emas o'ylashi hozirgi vaqtida. Endi agar siz e'lon qildingiz bir noch xabarni odamni suyundirdigan, xush qildigan, men tas qoldim siz e'lon qilayotgan qo'llarimni ko'tarib vaqirab ketgili. Masalan, nimaninki Gollandiyaninki Sharq Turkiston degan ismni qo'llanish masalasida, bizning davlatimizning nomini qo'llanish masalasida bu degan biz uchun nihoyat cho'ng foyda, ajoyib cho'ng foyda. Haqiqatan cho'ng foyda, lekin mushu cho'ng foyda ne qandaq biz baholaymiz desak, bu tashviqotimizdagi cho'ng foyda. Faqat tashviqotimizdagi, ya'ni bundaq aytgan vaqtida hech bo'lmasa boshqalar Sharq Turkiston degan ism qarab bo'lsin, bizning bir besilingan zamin ekanligimizni biladi deb qo'shilamiz buningga. Demak, bu tashviqotdagi masala, lekin Gollandiyaning davlatining o'zi bizni Sharq Turkistonda vatanimizning mushu muqaddas nomini mushdaq atagan vaqtning o'zida ular nimani o'ylab atayotdi degan gap chiqadi bu yerda. Lekin mushu gap yana bizni nimaga olib bordi desa, endi Gollandiya Sharq Turkiston degan mushu otni ataydi ekan. Unda bo'lsa Sharqiy Turkistonning besilingan zamin ekanligini Gollandiya parlamentga qaror olamdi shuning abmimdi. Deb mi yedi? Bu çağda bizge siyasi payda oldu. Teşvikat paydasını ötüp siyasi payda oldu. Eğer bunda bulmasa bizim paydamız teşvikattaki payda oldu. Siyasi payda olmaydı. Şuna biz siyasi hem de teşvikat paydasını siyasi payda özgürtüşümüz için Gollandiya bilen zıç alakılışıp nait sistemilik, nait seviyelik şekilde alakılıp Gollandiyaning o'zi Sharq Turkiston deb atayman degan mushi gapini ching tutib olib, Gollandiyaga undaq bo'lsa, sening mushi gaping bizningki besilingan davlat ekanligimizni e'tirof qilganligingmi emasmi? degan xitobni qilish kerak endi. Bu xitobni shaxslar qilinmaydi. Bu xitobni Sharqiy Turkiston milliy ozodlik harakatiga, Sharqiy Turkiston vatan ichi va sirti xalqqa vakillik qila oladigan bir organ endi bu ishni qiladi.
Lekin bu yerda yine başka bir sual. Gollandiya hükümeti, parlamenti, Gollandiya devleti bizde muşundaq bir organını körelemdi. Muşundaq bir organını etraf kılalamdı aldı bilen. Çünkü muşundaq bir organını etraf kılış Gollandiya'nın Şarkı Türkistan'ın beslemeyen zemin emesligini parlamentada makullaşının aldığın şartı. Lekin bu şartını biz orulamadık. Uygurlar orulamadı bu şartı. Bizninki hakiki bütün Uygurlarga, bütün Uygurlarning tashkilotlarga vakillik qildigan bir kunlik organımız var mı? Yok. Yok. Unda olsa Gollandiyaning mushu e'lonidan siyosiy payda alımız desakmi, bu siyasi aladigan paydani qiladigan organ yo'q da bizda. Unda qanday ala olamiz? Agar elish mumkin bo'lsa-mi, agar Gollandiyada mush paydani elish mumkin bo'lsa-mi, biz o'zimiz ololmaymiz degan gap. Xo'sh, Mishari vazir bilan to'liqlikda deyman. Hozir endi 3-ayning 16-sida Gollandiyada Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatida ifto faoliyatida 200 dak odam qatnashdi va iftolik faoliyatiga. Shu faoliyatga kelganlarning siyosiy partiyaningki bu qatimqi Gollandiya parlamentida shu Şinjan Sharq Turkiston almashtiraylik deb fikrini o'ttirib qo'ygan Denk partiya deydi, O'ylan partiyasiniki. Ya'ni Golland eng kichik bir partiya parlamentda 3-4 a'zosi bor parlamentda. Shu asharida 3 ta narsani o'ttirib qo'yish ifto faoliyati so'zga vaqtida shu. Birinchisini dedi, men Uyg'urlarga Sharq Turkistonliklarning bu haqqoniyatini qo'llash bilan teng Gollandiya parlamentida Şinjan degan ismni Sharq Turkiston almashtirishni bu taklif o'ttirib qo'yman dedi birinchi taklifi. Ikkinchi bu o'ttirib qo'yilib bo'lgandan keyin Sharq Turkistonning besilgan bir zamin ekanligini buni o'ttirib qo'yman dedi-da, narsanikini. Hechat mana shu gap bu yerda Uchinchi deyotgan narsa nima deganda biz Uyg'urlarni tarbiyalaymiz deydi. Tarbiyalab yoshlarni hozircha bu narsaga. Buni anglab men haqiqatan suyundim. Bedellarim deganning shu qonlarim ulg'ib ajoyiblar kechib uxlamayman maqola yozib bu to'g'risida. Aşkı nim bo'lgan bo'lsa ash bir narsalarni yezib buni Uyg'urcha, inglizcha, xitoycha, arabcha hamma tillarga shu hozir sunniy aqlda tarjima qilib buni tuzatkizib hamma narsa e'lon qildim bu narsada. Demakchi, mushunda haq shapirayotgan vaqtida bizning atrof tashkilotlarga aktivistlar qarasa bunda havalaga pisand qilmag'lar. Mesela bir ajdaysini ben to'g'ri chiqardim Facebook'larda. Twitter'da taqatdiq bizning Uyg'urlardan buni taqatlagan, har gapni cho'ng qilgan tashkilot odamlar qolsa hammasi hech qanday ish bo'lmaganda yashaydi, nima qilayotganlaringiz shu buni anglar. Demakchi, biz haq shapirayotganki biz uni g'ulg'ul qo'zg'ashimiz kerak shu bu narsani to'g'rilarda degandekda. Amaliyotda biz hech narsaga ham hozirlik emas. Undan boshqa Gollandiyadagi har siyosiy partiyaning odamlari va har tadqiqotchilar va oldin bir necha yillar degan nurg'ulg'amish Golland universitetidagi her proyektlere nurg'un bilan aloqalarni qilaylikda. Shularni so'rayotgan savollardimi endi hammani o'ttirib qo'ymizmi? Deyotgan yeri shu biz kimga ishonamiz deydi qarab mana. Albatta, çünkü bir devlet, mayli u kichik partiya olsun, nim bo'lmasin, lekin u parlamentdagi bir partiya bo'lgandan şu parlamentning o'zida o'zininki bu loyihasini suna oladi. Balki shu loyiha amillishi mumkin, qaror elinishi mumkin. Demak, bu bak cho'ng umid. Lekin bundaq taraflar oldi bilan bütün Uyg'urlar, vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlar ishonadigan, mana vakillik qiladi deydigan bundaq bir tarafni izlaydi. Kiliplam meni to'g'liqni izlamaydi, sizni izlamaydi. Yoki Dunyo Uyg'ur qurultayini, yoki bo'lmasa Turkiyadagi ma'rif jamiyatini, yoki bo'lmasa Sharq Turkiston surgun hukumatini izlamaydi. Bular bütün Uyg'urlar o'rtaq har qanday tashkilotda bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday tashkilotda juma ma'rif jamiyatida bo'lsin, ma'rif jamiyatini qo'llaydiganlar bo'lsin, Sharq Turkiston surgun hukumatida bo'lsin, ularni qo'llaydiganlar bo'lsin, Dunyo Uyg'ur qurultayilar bo'lsin, ularni qo'llaydiganlar bo'lsin. Muşlarning hammasi yine qopab tashkilot jihatdan men Dunyo qurultayga tava yoki hukumat kitaba yoki ma'rif jamiyatiga tava tashkilot jihatdan. Lekin mening milliy birlikim jihatdan, ya'ni mening milliy mustaqillik, milliy ozodlik kurashim jihatdan ma'u
Manga vakillik qiladi deyaleydigan bir taraf bo'lgan vaqtida bizning mush umidimiz %100 amallashuda. %100 amallashuda. Lekin bu bo'lmadi. Buni qilishga tirishdik. Jiqqatim, nurg'un qatam tirishdik. Oxirida men sektordan surgun hukumatning prezident vaqtimda Tokioga mushu maqsadda, mushu niyatda bütün Sharq Turkiston tashkilotlarini to'liq bilasan bu ishni. Bütün Sharq Turkiston tashkilotlarini, 7 tashkilotning boshliqlarini men Tokioga chaqirdim. Xabarimiz bor. Nima uchun? Jilay günü qatib qo'yma, boshqasi jilay kunlarda nima? Jilay kunlarida qatib qo'yma, shuni 3-yilnisi. Bu 98-yili. Nima 2018-yili. 2018-yili men 7 tashkilotni chaqirdim, dunyo uyg'urdim, buning ichida nima O'g'izxon ba Ya ayrım bir çakırık kan, hemimiz bilimiz, hemimiz çakırık. Deylik ha. Ayacanlık çakırık kan. 7 tashkilotni chaqirib men Tokioga. Bu hukumatning chaqirig'i deb o'ylab qolmanglar. Men hukumatning bir prezidenti, Sharq Turkiston hukumatining prezidenti, lekin bu hukumatning, Sharq Turkiston surgun hukumatining chaqirig'i emas. Bu hammamizning chaqirig'i. Mushu 7 tashkilotning Sharq Turkiston surgun hukumatim shuning ichida men hatto mushu hukumatni tashkilot shaklida muomala qildim endi, amalim yo'q. Mushlarni ishontirish uchun, niyatimning sopligiga ishontirish uchun. Shuning bilan mushu 7 tashkilot bir yerga kelib, biz Tokioga kelib 7 tashkilotimizning kunligini hosil qilaylik dedim. Bir parlamentdek bir nimasini hosil qilaylik. 7 teşkilatın isimleri isimli var mı? Hepsi isimli var. Onun Devletler bir gün anlap koyaydı. Alaylık Terkiplap koyaydı. Bo'ldi, demayli. Endi men buni kunlarning birida bizning bu tarixiy bir ishimizni va bu ishdagi mag'lubiyatimizni men nayt tafsili tushundirman xalqimizga. Bu %100 endi. Chuqur Tokyodagi mushu qurultayga mushu to'planishga 7 tashkilotninki bir simi kelmadi. Bir simi kelmadi. İsim için, o isim için var. Men Tokyoda o'tirib, Tokyodagi shu nimani mening og'am belgilagan yig'in zali Tokyodagi ayni vaqtida 1905-yili mushu Sun Jungsan apandilardan iborat necha odam shu yerda yig'ilib Junhua Mingoni planlagan va Junhua Mingoni qurib chiqishniki planini qilgan shu yashu. Men buni maqsadlik tanlagan. Ya ben bir sualını sorup baksam bulam da Ahmetcan, bir sualını sorup baksam bulam da. Şu vaxtıda sen Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin reisi durup, eşyada sen nimi için çıkıp, men Şarkı Türkistan'a vakaleten şu nimini otturup koymaya demedim acaba. Men to'g'ri. Mana mush savolning o'zimi nimani bildirdi desam bizga bizniki yana ham xiyol qilganligimizni bildirdi. Kechirgin bu gapimga. Men sen demayapman, men butun Uyg'urlarni deyapman. Nima uchun desam, meningki Sharqi Turkiston surgun hukumatining prezidenti ekanligimni, masalan, ish bo'lmas Tokioda, Yaponiyada masalan e'tirof qildi desangmi, lekin reallikda mening undaq emasligimni biladi. Çünkü öz vaxtında Junhua Mingo'nunkin aşağıda aşkan yığındı mı? Ula hemmisi abay sen degендek hemmi teşkilatlar meni aldım kelip mening men bu işi degen emas vaxtida özüň bilse o tarixda. Şunda mı? Ulamy şu ulağım vaxtida Gungsandan watdy, yani başka partiyalar qarşı desen vekillik kılamaysa dep hazırki ahval okşaş. Lekin şu vaxtida bir eň umganda mençe şu vaxtda şu gapni degen bolsaň
ular kembidi bo'ldi deb ketgandan ko'ra-ku, men uqmayman. Iniq u yerda bo'lmagandan keyin men iniq ahvolda bo'lmayman. Mencha hamda mening shaxsiy fikrimcha, shu vaqtida shuni jaqalayotgan yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki alami Onu ben jakaladım dey, ben jakalasam aldı bilen bütün Yaponiya, anondaki Yaponiya'dan başka bizdeki milli azatlık hareketimizge astırttın, perde akıdın, nim deyimiz, coğuzu astıdın, yerden kılıvatkan, ya küngül bilvatkan taraflarını makul deyli, kolladı deyli. Lekin bizning xalqimiz qo'llamaydi da uni. Bizning tashkilotlarimiz qo'llamaydi da uni. Teşkilat qo'llamaydi, tashkilot xalqni buzib chechitib bordi-chu. Go'roq büyütüp bordi-chu. Gapning postkallasi chet el. Abdurimjon, men xafa bo'lmasam, men ma'lum bo'lmaydi deb yomon. Chet ellardagi butun xalqni boshqarayotgan tashkilotlar shu tashkilot xalqni bilib boshqarib bu bizning eng ajallik sarimiz. Men bir narsa o'ylayapman. Bu milletning igisi varmı deb bulayotgan bultu mushlish bulayotgan bizning bu iflos rezillik ko'ryapmiz nurg'un ishlarni-chu. Bu g'ariblik so'radi chet ajoyib kuchlar-ku. Sizlar milletning igisi yo'qmi? Qara, ma siyosiy nuqtadan desak, ma siyosiy gap qilaylik, ilmiy gap qilaylik, ilmiy. Uyg'ur milletining igisi Uyg'ur milleti. Şu to'g'ri Uyg'ur milleti. To'xtab men gapimda bo'lay. Uyg'ur milletining igisi Uyg'ur milleti. Lekin bütün Uyg'ur milletini mana shu igisi Uyg'urning igisida bir yerga kelinmaysa. To'g'ri. Nasib. Uni bir yerga akilish uchun bütün Uyg'ur milletining nurg'un tarmoqlari agishayotgan nurg'un tashkilotlar, partiyalar ni bir yerga akasan, bular hammasi shu tashkilot qitilib turib, shu sen tashkilotning boshliqlari akagan bir yerga keladi. Shuni bilan mushu kelgan bir yer anandan keyin bütün tashkilotlarga va tashkilotlar vakillik qilayotgan bütün Uyg'ur millatiga vakillik qiladi. Mana mushu birdan bir demokratik adil vakillik. Onundan başka vakillik bulanmaydı. Dünya Uygur Kurultayım vakil bulanmaydı. Sürgün hükümetim hazır vakil bulanmaydı. Ma'rif cemiyetim bulanmaydı. Hiç kandak bir teşkilat bulanmagan iken onun üstüge hiç kandak bir şahs mı vakil bulanmaydı. Şuna to'g'liqni abaysan e'lon qilyapsan bo'lmamdi degan yer nima desa, men u yerda bir shaxs. Men bir shaxs. Yoki bo'lmasa men faqat bir hukumatning amaliyotda u endi biz hukumat deymiz, uni bizga simbol xarakterda bizning milliy mustaqilligimizning belgisi, simboli jihatda biz shundoq deymiz, lekin siyosiy jihatda bizning harakatimizning shaxsan siyosiy jihat degan boshqa davlatlarga da'vataman, o'zimizda bizning milliy harakatimizning haqiqiy vakili emas dexe. Sürgün hükümetim. Şuna men vakili da'vasam bo'lmaydi. Real bo'lmaydi. Xo'sh, endi bir narsa so'ray sizdan-da. Bu temada. Abdurimjon, men ma'musam bo'lmaydi, saqlab qoldi. Siz chiqaveramiz, siz chiqaveramiz. Ma'qulmisan, xopmaysa, saqlab qolganda-da. Ma'qul. Rahmat. Ahmadjon, ayrim paranglashamiz keyin ma'qul. Vaqtingiz yoshda qazaba temada qattiq qisib ketdi. Men bir savol so'ray deb qolib qoldim-da hozir. Endi siz bu sürgün hukumatda rais bo'lib degandek faoliyatlarni qildingiz. O vaqt xabarlar bor. Tor dunyosida sizning so'zlaringiz qarshi tarafning so'zlari videolik bu narsalarni ko'rdik. Hammada har xil nuqtadan kuzatganda bu narsalarni. Endi dedik biz hozir chechilang'iliq emas, hamkorlik asosida ittifoqlashishga ehtiyojimiz bor-da bizniki. Ajda bir yerni nim qilish uchun butun tashkilot bir narsalarni. Endi siz hozir surgun hukumatdan chiqib ketganning yo'g'i qayta tashkilotni qurmadingiz, yo'qmi hukumat qurman deb yana odam atrofini to'plab nim qilmadingiz. Jimmi o'zingizni ish qilib ketyapsiz, buni ko'ryapmiz. Xalqimiz ko'ryapti, jumladan men bir kuzatuvchi sifatim bilan narsani ko'ra diqqat qilyapman. Hech qadar sizniki bir yerda ya hukumat quribdi, ya kiryapti, ya tashkilot qurayotgan narsani anglab boqmadim. Men bunda tushundim bu ishingizni. Birisi siz o'zingiz ko'rdingiz, xil siyosatning yuqori nuqtalarga bir yapilgan ishingizni deb berdingiz. Sizning sukutda jim turishingizning o'zimi bir millatning chechib ketmasliginiki bir oldinala deb o'ylagan taraflarida. Men chiqsam, ya'ni buni eng yuqori chiqib qilib boqdim. İttifaqlashtirib nima qilolmaydi ekan, yig'olmaydi ekanman.
yana birini qursammi, yana shu mangsam bek oxir ichqanmak, yaxshi jim turib, o'zimning qulamni qildig'ini qilib boqay deb boshqa ketadi deb boshqa tushundim men. Bunda adamning chet elda diasporamiz bir necha odam bor, sanoqli odamcho. Qolgan hammasi matashada o'qitmagandan keyin onanga mana chiqmak o'zalik ismini birini qo'yib oladi, o'zining yo'l ketaverdi. Adam bor yo'qimizda ketyapti. Ham demakchi, bulto surgunlik hukumat Amerika davlat parlamentiga Sharq tarafı besilgan zemin ekanligini to'g'risida bir yozim bayonot e'lon qildigan nima qilgan vaqtida nurg'un tashkilotlar qo'llab imzo qo'ydik, nurg'un qildik. Shu qatorda men bu Umid musobaqasida bir suhbat o'tkazib ko'rdingiz. Nima uchun bu 14 tashkilot kelarmi degan vaqtida uning keyin surgun hukumat qilgan vaqtda xalqimiz qo'shilgan jumla men qo'shib olgan. Qanday chechida pash turgandan keyin menda bir munbar qurib hamkorlik asosida bir faoliyat qilsa, ish qilgan bo'lsa deb. Afsus o surgun hukumatningki riyosatchilik qurilgan o nimamo Sharq Turkiston mustaqillik munbirmi qattiq dag'dug'i bilan boshlandi, oxirida umidsizlik bilan mag'lub bo'ldi. Buni siz qanday qaraysiz? Siz sirt bir kuzatuvchilar sifatingiz bilan. Bu birinchidan siyosiy saviyamizning qanchalik tuvanligidan. Birinchidan. Siyosiy saviyamiz degan vaqtida men faqat mush tashkillik, partiyachilik, tashkillanish ishlarini ko'zda tutyapman, uningdan ortiq emas. Ikkinchidan bizningki milliy engimizningki yo'qligidan. Masalan bizningki masalamiz, milliy da'voyimiz nima? Xarakteri qandoq? Buni bilmaganligimiz. Üçüncüden bizning da'voyimizni qilayotgan, qo'shbashnoshir da'voyimizni qilayotganlar deganda shu da'voning shu organ, tashkilot, partiyalarning ichida huquq tutib, qo'shbashning ichida bu ish qilayotganlarning mutlaq ko'p sondagilari vatanparvar emas. Men shundoq deyalayman, vatanparvar emas. Chunki vatanparvar bo'lgan bo'lsa, oldi bilan u o'zining manfaatidan kechalaydi. To'g'ri. Ikkinchidan o'zi tava bo'lgan tashkilotning manfaatidan kechalaydi vatanning manfaati uchun. To'g'ri. Shundoq bo'lganda mush ikki manfaatni abturayli. Birinchidan inson o'zining manfaatini kechamadi. Shunga u qaysi tashkilotdan bakarak manfaat ola olsa, shunga ketib qoladi. U o'ylamaydi u tashkilotning xarakterini, u tashkilotning ideologiyasini, u tashkilotningki siyosiy xaritasini, yo'lini, uning bilan kori yo'q uningki. Qanchalik o'zi manfaat ola oladi va qanchalik shuhrat qazana oladi va o'zi qanchalik moddiy manfaatlarga erishalaydi. Buni o'ylaydi. Bir gapingiz bor, mishada o'ziga manfaat, shuhratingizni ham shuhrat bilan aytib turlar. Ba'zi odam zodi o'qitmasa, uyqusi kelmaydigan bir gruplik qilib qo'yib ko'radi. Manfaat degan qaysi nuqtani ko'zda tutasiz masalan? Shaxsiy manfaat. Qanday manfaat kelar? Masalan, men cho'ngini olay. Men buni davomli deb kelaman endi. Hozir men shu so'rini davray bo'pti. Cho'ngini olay. Xitoy istixboroti, bizning dushmanimizning istixboroti nurg'un Uyg'urlarni yetishtirib, bizning shu da'vo sepimizga tiqavatdi bo'lani. Buni mushular bizning tashkilotlarimizning ideologiyasidan kori yo'q buningki. Buningki faqat har qanday tashkilotdan o'rin olish, shu tashkilotning yuqori pallasiga yomishib chiqish. Bu nimadan desa, bu Xitoyningki bunga berayotgan manfaatini saqlab qolishdir. Xitoy mustamlikchilarining. Ya'ni bu vatan xoini tegidan. Chunki vatan xoinimi? Bunda qilib bo'lib qolmaydi vatan xoini. Xudo uni vatan xoini qilib tug'maydi. Onasi uni vatan xoini qilib tug'maydi.
Ya Xudo uni vatan xayin qilib yaratmaydi, onasi uni vatan xayin qilib tug'maydi. U yine cho'ng bo'lib kelib, yine vatan xayini bo'lmaydi. Hatto vatan xayini deganni vatanga xayinlik qilib turibmi, buning bir cho'ng gunoh ekanligini bilib turib lekin qiladi. Nima uchun? Nafsi uchun. Nafsi o'zining nafsi uchun, shaxsiy manfaat uchun qiladi. Shunga bu shaxsiy manfaat oxirida insonni vatan xayiniga olib boradi deganlar. Oxirida. Shunga bu shaxsiy manfaatni o'ylaydigan odam bo'lsa, shu shaxsiy manfaat kuchliroq bo'lsa, aslida buni har qanday tashkilot siqib chiqarish kerak. Bundaq odamni akirmaslik kerak o'ziga. Oshindal tashkilotning ishning beshida emasmi, kontrol qilib emas narsani. Gap shu yerda hozir chunki Xitoy istixboroti shundaq avatida emasmi ularni, shundaq ishlatadi. Ya'ni eng ustiga chiqsa, oningdan keyin butun tashkilotning qarorini qo'lga olsa, pul lozim bo'lsa biz beramiz. Pul bilan setib olsa odamlarni. Chunki Xitoy istixborotimi biladi insonning qancha shaxsiyatchi bo'lganligini. Şuna pul bilan setib olib bo'ladi. Pulni beradi, shu pul bilan setib oladi kishilarni. Shuna har qanday tashkilot qarasangiz, tashkilotning boshlig'ining o'pcho'rsida qolmas odamlar bor. Nima uchun? Chunki u o'zining oldi bilan o'zining nimasini saqlab turish o'rnini, chunki boshqa tahdid qiladigan talantli odamlar kirib qolsa bo'lmaydi. Ikkinchidan shu odamlarni setib olib bu andan keyin bu tashkilotni kontrol qiladi. Shuning bilan bu tashkilot Xitoyning foydasi uchun ish qiladi. Hargiz Sharq Turkistonning foydasi uchun ish qilmaydi. Bu shaxsiy manfaat. Endi shu shaxsiy manfaat bilan shu inson ashliq kirib ketgandan keyin tashkilotlarga ko'pincha tashkilotning rahbarlik o'rinlarida ko'pincha ashna odamlar bo'lgandan keyin vatan xoinlari. Shuning bilan bular nima qiladi desangiz, andan keyin bular Sharqiy Turkiston Milliy Ozodlik harakatida vatan sirtida har qanday shaxsan men o'ylagandek, masalan, men o'ylagandek bir yerga yig'ib mush tashkilotlarni, mushundaq bir milliy birlikni hosil qilib, mush 7 tashkilotga vakillik qiladigan, mush 7 tashkilotning ustidagi bir kunlik organni hosil qiladigan vaqtingizda u chaqda sizga hech kim yaqin kelmaydi. Mana bu tashkiliy manfaat. Hech bo'lmasa men ularni xoin demasam-mu? Bu tashkil, ya'ni men bundaq kasam, men o'zimninki haqolligini yo'qitib qo'ydi ekanman. Shunga men undaq birlikning ichida haqon emas, bir bag'ob qilishdan men u milliy birlikning sirtida haqon bo'lganim yaxshi deb o'ylayman. Ma u tashkiliy manfaat. Shuning bilan mush ikki manfaatning o'rtasida Sharqiy Turkiston davası, Sharqiy Turkiston Milliy Ozodlik harakati xonavayron bo'ladi degan. Yani bu bir çayxana hamda bu yerda ba'zi gaplar sizda bana kim söhbət qilib shunga nimada hamda. Mening nurg'un gaplarni devagim bor, nurg'un dalil isbot hozirlasligim bor. Endi men çayxonaning bir sohiblashibdim bilan sukut qilmay amolim yo'q, lekin yozmam orqali o'tirib qo'yman, o chaqda hamma narsani egizman bo'laman. Mas'uliyatni mening ustimga tushdi, majburiyat mening ustimga tushdi. Kim tutsa meni tutadi. O mening tutgan yo'lim bundan keyingi texnik ko'p narsani yozmam orqali ochman. Chunki yozayotgan yozmam bizning Uyg'urlar beparvo qaragan bilan nurg'un ko'rgan odamlar bor. Har Uyg'urning kuzatuvchilari ko'rdi, paranglashdi men bilan. Faqat deydigan narsam ularga bu mendan so'rasam men yozdim men narsa o'tirib qo'ydim. Men kimning ismini degan bo'lsam, nima degan bo'lsa, shuningdan mana yozgan inson qanday qaraysan deb so'rashtingdan deb ashar ishtirib qo'yapman-ku. Unda o'lib kulib ketadi deb ular biz ko'rishimiz deb ular qoldirayotgan nimalar bor. Deydi, Uyg'urlarni ko'plab yezinglar deydi. Ko'plab tanqidiy, ilmiy tanqid fikrlar ko'plab yozish kerak deydi. Yozili. Xalqning shaxsiyatiga, xarakteriga hujum qilmay, eg'izimizni buzib tillamay, qilayotgan ishidagi buyukratlik, menmanchilik, yolg'onchilik, kazzoblik yezish orqali, echib berish orqali shu ma'naviy atmosferani saqlashtiradi. Azroq bo'lsa haq yiqadigan bo'ladi. Bo'lmasa, qilayotgan odam mening eng to'g'ri o'xshaydi deb gizdiga ashkanda bu narsani. Bugungi suhbat yaxshi suhbat bo'lib qoldi. Bundan keyin ko'proq yana munozirlar bo'lsa, har qatorliq munozir faoliyat qilib qolsam, o'xshamagan fikrlardan odamni chiqaman. Birlardan so'zladigan ish emas, o'xshamagan fikrlardan chiqsin,
bir-birimizning shaxsiyat xarakter hujum qilmagan asoslarda ilmiy shaklda paranglashib o'tirimizdagi ba'zi uqishmasliklarni xalqimiz bilish kerak. Bu orqali his qilmagan nuqtani his qilishimiz kerak. Ya'ni birasini hal qilolmayligimiz aniq. Hech kimning ishini hal qilib ketgan yeri yo'q. Lekin o'zimiz yashagan davrdan bir shohid bilan sifatimiz bilan o'zimizning yashagan davrdan bir tarix qoldirib qo'yaylik, bir tarix sahifasini ochib qo'yaylik. Bugungi suhbatimiz mushayish bo'lsin. Rahmat sizlarga naq maydon suhbat qatnashib berganingizga. Qolgan kelayapti ko'rishaylik. Seshanba kuni yana bir programmamiz var. Yaponiyadagi Qavuljon bilan biz bu yil 2025-yil zamonaviy fan texnika va Uyg'urlar yili qilamiz deb bu proyektni ketyapmiz yil oxirigacha. Her 2 haftada bir biz zamonaviy fan texnikada yangi bilimlarni qilamiz. Seshanba kuni kvantumningki zarrachilik va to'lqinlik xususiyati haqida, buniki fan texnik sohasi qanchalik zo'r to'p bilan qo'shqanligi haqida so'zlaymiz. Shunday qarindoshlarniki bu suhbatni ko'rib bilishini tashabbus qilaman. Shundaqla texnik ko'p ziyolilarimizniki ijtimoiy fan sohasida bo'lsa ko'plab chiqsa, falsafa, psixologiya qator har xil fanlarda qonunshunoslik, xalqaro munosabatlik, siyosatmish kasb o'qigan qarindoshlar choyxona suhbatxonamiz hammamiz ochiq chiqib o'zimizniki o'rganganlarimizda millatlar so'zlash orqali xalqimizni oqatayli, xalqimizni bilimga qilayli. Millatni oqatish, millatni bilimga qilish ziyolilarning millat oldida bosh tortib olmaydigan mas'uliyati va majburiyati. Xo'sh. Bu program tugayal deb tursak, bir savol qo'yib qo'yibdi. Bu savolni so'rab boqay, xohlasangiz javob berang, xohlamasangiz javob bermasangiz mayli. G'ulom Osmon yog'imni o'zining manfaati deb millat xoinlik qilishga bo'lamdi deydi. Biz zamdiliqi bu yerda bu savolning o'zi G'ulom Efendini masalan u xoin demabdi. Shundaqmi bu savol? Bundaq degan yeri yo'q. Sen xoin deb degan yeri yo'q. Lekin bu savolninki shaklidan o'ramadin nimani tushunamiz desa, G'ulom Osmon Efendininki qilganlari, tashkiliy harakati, tashkiliy faoliyati bizning Sharq Turkiston milliy ozodlik harakatimizga foydalimi emasmi? Yoki ziyonlimi emasmi? Mushni o'lchayalisak, mushni mo'ljallayalisak, mushni ko'ralisak, u chaqda G'ulom Osmon Efendining qilgani bizning milliy ozodlik harakatimizga ziyonli bo'pti deymiz. Xoinlik bo'pti demay turayli, ziyonli bo'pti deymiz. Agar undaq bo'lmasa, foyda bo'pti deymiz, foydali bo'pti deymiz. Endi buningki jarayoniga qarasak, masalan, men Sharq Turkiston surgun hukumatining prezidenti bo'lgan vaqtida ham bo'lishdan burun Tokyoda 2015-yil qurultay ochilishdan burun men Amerikaga maxsus berib Enver Yusuf Efendi bilan ko'rishdim. Maxsus Enver Yusuf Efendi bilan ko'rish uchun men Torontodan Washingtonga bordim. Virginiyaga bordim. Ko'rishdim Enver Yusuf Efendi bilan. Bu ko'rishlik sabab nima desa, ma Tokyoda bizning qurultay hukumatninki saylimi bo'ladi, qurultayi bo'ladi. Mushu saylamda biz atalmış iki hükümet bana deb turibdi shu chog'da masalan. Enver Yusufning hukumati va Ahmed Egamberning hukumatida. Mushuni birlikka keltirish. Endi mening bu qilganim nima desa, har qanday bir davlatninki bir hukumat bo'ldi. Birdan ortiq hukumati bo'lmaydi. Uning birdan ortiq hukumati bo'ldi degan gap, bu davlat agar davlat bo'lsa, ichki urushga kirdi degan gap. Hem başka devletler bu iki hükümetinin yoki üç hükümetinin hemmisini e'tirof qilmaydi. Çünkü sen o'zingning xalqi birga kelib e'tirof qilmagan bir hukumatni, birlikda e'tirof qilmagan hukumatni men nima deb e'tirof qildi ekanman deydi. Hem sening qilayotganing ichki urush, bu masala ichki urush bo'lib ketdi senda. Bu hatta menga ta'sir qildi, dunyo
tinchlig'iga ta'sir qiladi. Shuning bu sizning bu quvvatqining aslidilla dunyoning tinchligiga xavf yetkazadigan ishlar, harakatlar deydi. Shunga men mushuning oldini olish uchun Tokioda shu qurultay etilishdan burun Anvar Yusufni izladim. Lekin G'ulom Efendi men hukumatdan chiqqandan keyin G'ulom Efendi orqali bu hukumat eng oxirga olganda 4-5 ulab ketdi. Lekin shundaq taqdirdimi yana G'ulom Efendi yo'q bu 4-5 bo'lib kes qanday bo'ldi endi bu bizning milliy da'voyimizga, milliy ozodlik harakatimizga hargiz foyda narsa emas, ziyon qiladi. Chunki bo'lmaydi bundaq qilsa deb sirtqa chiqish kerak. Hech bo'lmasa bir nima qilinmasa, men bu yerda yo'q deyish kerak. Qilinmasa juma qila olsa nochi, qila olsa birlik keltirish kerak, bir qilish kerak. Qilinmasa sirtqa chiqish kerak. Men bu yerda yo'q dedi. Lekin G'ulom Osmon Efendi sirtqa chiqmadi. Shu 4-5 hukumatning biri bo'lib turdi. Lekin G'ulom Osmon Efendining qarshida men haqiqiy hukumat, boshqalar haqiqiy hukumat emas dedi. Lekin bundaq degili bo'lmaydi. Lekin reallikda hammasi hukumat. Sen qandaq qurultay ochgan bo'lsang, sen qandaq saylam qilgan bo'lsang, ularmi shundaq qildi. O'xshash. Unda sening nima uchun rasuludi, bularning nima uchun yag'am bo'ldi. Shunga mushundaq shaklda qarasak, G'ulom Osmon Efendining qilgani bizning milliy manfaatimizga ziyon. Milliy manfaatimiz ziyon. Lekin uni endi xoinlik deb atamsiz yoki savallik deb atamsiz yoki savodsizlik deb atamsiz yoki tashkilotchansizlik deb atamsiz. Qandaq atsangiz atavering, lekin uning haqiqiy rost chin atilishi milliy manfaatimizning ziyni. Xo'sh, endi bu yerda men bu oxirgi kunida G'ulom Osmonni tanqidladim. G'ulom Osmon bilan men 10 necha yildan yaxshi o'qigan kitoblarni yoqtirib o'qiyman. Kuchli tanqidchi, tanqidlarni yaxshi ko'raman. Afsus, u tanqidlarni o'qiydik, ya'ni u tanqiddan o'ziga tanqid qo'ygan vaqtimizda, tanqid yozgan vaqtimizda u tanqid qabul qilmoqlikda endi. Shunga bizning tanqidchilarimiz nima uchun tanqiddan qo'rqadi? O'zi haqini tanqid qilsa, tanqid qilgan odam qolmaydi. Tirikchiga va yerdik ostida o'lib ketgan tat chiqadi. Unda qolib qolsa, bizning qilgan tanqidlarimiz uchun qolib qolsa, biz tirik qilyapmiz deb o'ylaymiz. Yine Abdurim o yeni şahsiyetçilikten ben şahsi menfaat dedim-ku. Şahsi menfaatdan ketib Xo'sh, men hazrat hukumatniki bir nimasi to'xtatadilar. Men to'xtatdim, savol qo'ydim-da. Masalan, hisobotlaringiz hukumat ish ko'p ketgan, men o'zim chek oldim dedingiz shu Ya'ni bir bo'lib ketishdan saqlandim dedingiz-da, hisobda. Siz onun siyosiy nuqtasida nima qildingiz? Ish ko'p ketgan nurg'unda. Endi biz shu hukumatni kuchlantiraylik, so'ng hukumat oxir qatim deb men qo'lladim emas. Her qanday benim qopqas aktif qo'lladim, men sosyal medyada olsun, emli xizmatim bilan, emli harakatim bilan qo'lladim-da. Chunki birisini kuchlantirish uchun. Oxirda bu hukumatni qurgan Sharq Turkiston mustaqillik munbiri qurilish zot buzilish bosqichiga kelib qolgan vaqtida men chidamadim-ku buningga. Men savol qo'ydim. Bular dedi, keyin perning orqasida G'ulom Osmon bor. Yo'q desa, chiqsin ekranga. Men savolimni yuzga tashladim. Ağzımı evet dedim. Hükümet bir, küzen köymedim o, kulukma anlamında da G'ulom Osmon to'xtamay so'zlaydi. Bo'lab hükümetni bir qillayli ish qilayotgan hükümet shu bo'lganiga yeni qayga deb taz qo'lladik, tazim nima qildik keyin. Shunda qilsak yuzni bilmadi. Bilmay Sharq Turkiston mustaqillik munbiri yig'ilib kelgan 26 tashkilotni yo'q, qashanadan 16 tashkilotniki hammasini chiq sabab cho'p ketdi-ku bular. Ana aşağı ben sual koydum en ahir katım. G'ulomka dedim, memtimini a'lo dedim ismat taptırıp, hükümetni tunji qadam Amerikada qurgan vaqtida Anvar Yusuf Turan 2004-yilda G'ulom Osmon telefon qildi-ki, Anvar Yusuf Turanlari G'ulomka kelma hükümet kuchlantirilib bir qilsa, G'ulom Osmon hükümetdan yig'im ekanmabdi-ki. Hükümet birde sen ne dedin G'ulom Osmon aka dedim. Sen ne dedin hükümeti bir qilgan vaqtda telefon qildi-ki, qo'ldan kelib bir jurtlig'im. Memtimini a'lo sen ne dedin dedim de.
Sen şu çağda bilgiye okuyatkan mezgillerin ki kurultayda kendi hemmimiz bilimiz bu reallik bu nesne kirmedi. Hiç şahsiyetlik girmedim. Bu işler bu nesne kirmedi. Biz hükümetini bir vaqtida hükümetning yaqinlashmaganidan hamma bugun kuni hükümet bir bulaqda hükümet bir deb qabul qildik. Qurgan 25 tashlarning ichiga kirdik, kuchlantirlar buni deb. Rasmiy bir joyga kirib nimada Washington xitobnomasi e'lon qildigan kelgan vaqtida yilishib ketdi bularninki. Shuningdek men savolni ikkinchi so'radim. Abaddan birinchi savol hükümet bir vaqtida haqasing ne deding? G'ulom Osmon sen ne deding? Bütün hükümet tillaytın şu çağda. Memtim ela sen ne dedin? Kep bakamdı hükümetin yanında kiriş bakamıdın haqasın. Biz keldik demiş qo'shilashmaysan, nimadan qizg'inasan deb buni qo'ydim. İkincisi, hükümet faqat bir adamning nomida borki, hozirgacha butun to'rini tekshirib qolib qolsang. Gollandiya kelgan vaqtda G'ulom Osmon Solihovdan o 40 necha odamning oldida men so'rgan savollar shu vaqtida. Ko'rsatmada G'ulom Osmon ingliz chiqmasa, telefonda bordi, aşağıda nima ko'rsatdim Solihovga, mana kelgansiz, bu sizning qurgan hükümetninki enga oldigan bir narsa yo'q ekan bu narsani buni qanday tushuntirsiz? Sen bu Solihovga bu hükümet deganni Türkiston devasin bo'ldi, Türkiston devasin bo'ldi, ittimitida gadbilak buravatda G'ulom Osmon gapini tushungan bo'lg'achqa jimmi o'tirib oldi. U videoni qo'ymag'liq bo'la to'rga. Anin keyin u yer dedim. Unda qilib qolsa, hükümet bir degan bo'lib qolsa, qani isming G'ulom Osmonning ismida hükümet bormi ekan? Solihovning o'rnida ismat bormi ekan? Kimning ismida bormi? Ko'rsatib bu narsani. Desem anin keyin Sharq Turkiston Suriya hükümetninki to'rt televiziyasida mening ustimdan o chaqda nima qilib buruvchim pishnoxo'rlar Xitoyning nimalari u bu deganda qalbonni keltirib bayon e'lon qilyapti-ku mana. Buniga yozdim bir narsanikini. Hatto dedim G'ulom Osmonga dedim men G'ulom Osmon nazaridan diasporaga G'ulom Osmonning panjiridan diasporaga nazar deb bir narsa savollarni qo'ydim. Xo'sh G'ulom aka, keling sizni hurmatlaymiz. Dadamizning o'rniga adam chiroyli paranglashaylar, ekranga chiqing. Yuzi qochib yuruglik. Xalqim yer hech kimning shaxsiyatiga kirmadim. Milletimizning o'rtaq manfaatlar bir o'lchamni serib taqinglar. O'lcham. Hammadan o'xshash. G'ulom Osmonning degan o'lchimini o'lcham qilib kelayotgan to'q, shu o'lchamni o'zi qo'yib savol so'ragan vaqtida yili chiqdi. Javob bermadi. Abdurim G'ani men tuhmat qilyapti degan bo'lgan bo'lsa, qiyomat kuni Allohning oldida men Allohning nomiga qasam beraman, 40 odam yig'ilgan Gollandiyadagi bir şey qanot aşağı videoga olganda qo'ymamsiz videoni desam, mening qo'ygan videoim bor tash vaqtida 12 minutlik telefonga batar tugab qoldi. Shu yergacha bor, oxiri yo'q. Qo'ymamsizlar desam, biz Kanadaga olganda qo'yamiz deb Kanadada qo'ymadi videoni. Faqat qo'yib qo'ygan narsa yuzingda bir ko'rinishlarni chiqarib qo'yib qo'ydi. Xabarda bir dag'anga bu narsanikini. Unda qapqas xalqni nima ish oldaysa. Xalqqa javob ber deb o'tirib qo'ydim savollarni men o'tirib qo'ydim. Nima qildi? Pishnoxo, ya'ni Xitoyning bijasi bag'adan deb. Men Allohning nomiga qasam qilib beramankin, 3 avlod emas, necha avlod javan qilib qolsa, mening yana bijnim, yana taqchiq odam yo'q. Hatto mening jamiyatning Sharq Turkiston Jumhuriyatida general bo'lgan odamlar bor. Mening jamiyatim general bo'lib, Xitoy tajovuzga qarshi kurash qilgan vaqtda G'ulom Osmon nerdiki? Uning jamiyat neydi ekan deb. Nima uchun bu millatniki 26 yoshdan bir yerga kirishi bu qadar o'chmanlik qilib G'ulom Osmon? Bu tarix yozish kerak. Mana degan so'z birisi so'rabdi, siz javob berdingiz, men javob berdim. Buningga mening boshqa fikrim bor desa, men tuhmat qilyapti desa, ekran o'chiq. Mening chiqmasa G'ulom Osmon va Mamtimin A'lo Suriya hukumatiga men chiqaman. Men o'g'avola. Men chiqaman. Milletimning o'rtaq manfaati uchun haqiqatni so'zlash mening vijdoniy burchim, g'ururim, vijdonim. Buni mening vijdonim so'zildi. Hech qanday haqlar mening shaxsiy adovatim yo'q. Hech kim bilan. Men deb qo'yay deb qoldim-da. Bizga men deb qolib qoldik. Shunga bizning o'xshash o'lcham qimmatlarimiz bor. G'ulom Osmon o'zi qurib chiqqan o'lcham qimmatlari bor. Shu o'lcham qimmatlarda G'ulom Osmonga savolni qo'ydik. Javob bermadi. Nima deydi ekan ekranga chiqib o'tirib so'zlabdi-da. Ba'zilar savol qo'yapti. Sen savol qo'ygan sen kim o deydi. Sen kim G'ulom Osmon o'chaqdamsan? G'ulom Osmon o'qigan kitobni biz o'qigan.
Ularda bek bilimli ko'p ketmasakmi, bizning aqlimiz va kallamiz va men qilayotgan har bir ishimda, yozayotgan har bir ishimda eng avval millatning o'rtaq manfaatini o'ylayman. Mening qilayotgan, yozayotgan bir narsa millatning o'rtaq manfaatiga foydaliqmi, ziyonliqmi? Foydali bo'lib qolib qolsa, mani qilay, ziyonli bo'lib qolib qolsa, eng yaxshi o'zim tortay deyman. Chunki tarixning sharmanda betiga ismim kirib qolmasin. Chunki mening jamiyatimdan tarixning sharmanda betiga ismim kirib qolgan bir inson yo'q. Faxrlik tariximiz yoki jamiyatimizniki sharmanda tarixi yo'q. Shunga hech kimni oldida tutib qoladigan yerim yo'q. Hamma odamning oldida javob bera olmayman, hamma odam bilan ekranga chiqa olmayman. Ya anglaydi bu narsa anglasin, chiqsin. Lekin yozgan temam oldimda. Millatning igisi yo'qmi deyim yozma bu narsaga. G'ulom Osmon nazardan diasporaga nazar, G'ulom Osmon nima deydi? Buni yozaman. Nima uchun tanqidchilar o'zi kelgan tanqidchi demaydi? Buni yozaman. Mushtingda hamma o'tirib yozaman. Hamma videoni jiqadan anglab yozganimiz jiqadan o'qimaydi ekanda. Ma'nosimizni jiqadan anglaydi. Shunga haqiqiy tarix echilish kerak. Kim vatan millat uchun xizmat qilib, nafsini kashga odamga hurmatimiz bor. Lekin nafsini kichkina nafsini deb millatning o'rtaq manfaati uchun xiyonat qilayotgan, millatning birlashishiga to'sqinlik qilayotgan odamlarga nafratimiz bor. Bundanning Alloh balosini bersin deymiz. Masalaga qo'yib qoldik. yaxshi oldu. Bu Uyg'urlarning sadosi. Bütün Uyg'urlarning sadosi shu siz deyotgan so'zlar. Meningmi sadoyim shu? Hammamizning sadosi bu. Biz nima bo'lsaqmi? Ya'ni sen nimadan dedingiz-ku, biz nima bo'lsaqmi, lekin bizning sadoyimiz bu. Biz Uyg'urlar, shunga bizning sadoyimiz shu. Lekin masalaga bunday qaraylik. Vatanda nurg'un o'tgan barin inqilob haqida, barin milliy ozod harakatida bir programma qildik. Masalan, barinni alaylik. Zaydin Yusufni alaylik. Zaydin Yusuf o'zining jinini berdi. Jinidan voz kechdi. Millatning manfaati uchun, milliy manfaati uchun jinidan voz kechdi. Endi oyada odam milliy manfaat uchun jinidan voz kechayotgan yerda jondan aziz narsa bo'lmaydi o insonga. Jondan qimmatlik, uningdan yuqori qimmat ega, jondan aziz, jondan qadrli narsa bo'lmaydi. Jinini beribotsa. Endi biz nimani berolmaymiz? Erkin dunyoda erkin dunyo. Nimani berolmaymiz? Demak, bu yerdan shuni ko'rib olgan bo'ldiki, sen millatning manfaati uchun voz kecholmaydigan manfaating bor degan gap. To'g'ri. Endi sening millatning manfaati uchun voz kecholmaydigan manfaatingdan Xitoy foydalanmaydi degan gap. To'g'ri. Bo'lmasa nima ish qilmaydi ekranga? Nima uchun javob bermaydi? Sen kim o deydigan taqdirda tashkilotga javob ber. Men tashkilot. Men vatan millat uchun ish qilyapman. Vatan millat oldidagi mas'uliyatini majbur ado qilayotgan bir Uyg'ur jangchisi deb qarayman. O tashkilot huquq xiyolim yo'q. Nurg'ullar degan o hukumatning animasini qilmadi, men ko'tar degan unda binasiga. Faqat bulay degan bir shart qo'ygandim. Har qanday deganda bulay bak sen degan tashkiloting kerak, sen degan hukumating kerak, sen degan narsani tutay, bir shartim bor, nima sharting dedi. Her oyda bir qatam dunyo xarakteri haqni qo'zg'ayib namoyish qilamiz Xitoyga qarshi dedi. Hech qachon kelmakda bu ishga. Unda tashlab nima ish bor, men unda hukumat nima ish bor meniki. Shunaqa emasmi? Uni o'zim qilsam bundan dammayda chiqib qilaveraman. Dunyoning ko'zi bu narsanikini. Shunga deymiz, o'lchamni qo'ygandan keyin shu o'lchamga o'zimizni nima qilib boqaldi? Uni bir odamni kutish emas, eng avval o'zini kutish kerak. Men bu o'lchamga tushmamdim deb. Yana bir katta nima qilgan yeri, masalan, Xitoylarniki oq qog'oz harakati boshlandi-ku, nimasiniki 2 yil burun. Xitoy oq qog'oz harakati boshlagan vaqtida to'r dunyosi g'ulg'ulab ketdi bu narsalarnikini. Hatto bu Xitoylar oq qog'oz harakatiga qatnashishga, Xitoy demokratchilari, boshqa Xitoy qarshi kuchlar keldi menga. Sen mush oq qog'oz harakatiga ovoz qo'sh, sening ta'siring va dam maydoni bu to'g'risida bir bayonot e'lon qil degan men bir shart qo'ydim. Oq qog'oz oqibati qolmasligi kerak. Buningga Sharq Turkistonlikning milliy irodasi yozish kerak. Sen buni qabul qilgan kuning men oq qog'oz harakatini men boshlayman dam maydonida
Ben dünyaya e'lon qilib beray desam, bular yondichu Xitoylar. Xitoylar yondi. Faqat kantoniyalik va men eng kuchli qo'llovchi kantoniya mustaqilchilari u deydi, men sizning fikrini qo'llayman deydi. Bizning kantoniyangmi milliy irodasi bunga kirish kerak dedi bu. Bu ishimiz bir qildik, olaga qarish yaqin kelmadimi? O chaqda aning keynidan nurg'unlari boshqa millatlar Xitoyga qarshi millatlar o'zining milliy irodasi o'tirib qo'yganlikchi, o'tirib qo'ygandan keyin o'sha bizim qanday qilsak bo'lar deb turda har xil odamlar nima qilgandan keyin men dedim, bu oq qog'oz oq pech qolmasligi kerak, buning Sharq Turkistonning milliy irodasi berish kerak deb, buningga Sharq Turkistonning mustaqilligi Uyg'urlik qutqusining birdan-bir kapolati degan xatni yozib, bayroq shaklida qildi, buni ishlatganlar bo'ldi. Shu mezgilda G'ulom Osmon bilan Solih Xudoyev Gollandi dedi. Gollandi kelgandan keyin o'sha odam bor so'rinda 40 nech adam bor so'rinda bu fikrni o'ttirib qo'ydim. Biz Sharq Turkistonliklar bizim milliy xitobnomamizni e'lon qilamidik. Dunyo binas e'lon qilamidik. Xitoy oq qog'oz harkat boshlab chiqib qoldi. G'ulomkasi hukumatning nimasi mana Solihlar kapsizlar. Biz mush oq qog'oz oq pet qaramdik, nima ish qilamiz? Uni buni tillash ish olmaydi. Bizim mush qaramda Uyg'urlarning Sharq Turkistonning milliy irodasi ifoda biras e'lon qilaylik dunyoga desam, bu yaxshi fikr ekan, qo'llayman dedi G'ulom Osmon. Men yolg'on gap qilmasam, Alloh guvoh 40 odam bor yerda so'rinda. O'char xulosam qanday boshlaymiz bu ishni dedi. Desak siz bir guruh quring, guruhga biz kiramiz dedi. Unda guruhga kim kirdi desam, bizda Mamdin A'lo kirdi, Solih Xudoyev kirdi, men kiraman dedi. Bo'ldi dedim. Bir guruh tashkil edim. Guruhda xilli odamlar telefon qildim. Ma millatning o'rtaq irodasida Xitoy oq qog'oz orqali Xitoy kommunistlarni o'rimiz deyotdi. Xuddi Manjuli o'lib, Gongsandan, Gomindan kelganda biz nimiz olamadik. Gongsandan kelganda nima bo'lib ketdi? Hammamizga ayon. Shunga biz bu qadam dunyo kuchli bir signal beraylik. Uyg'urlar shu qadar kuzatyapti. Biz Sharq Turkistonniki milliy mustaqil irodasini bildiraylik deb nurg'un odam telefon qilib qolsam, jiq nima qilmadi. Ba'zi qildiganlar o'qib qoldi. Oxirgi kelgan G'ulom Osmon Mamdin A'lo kelmadi buningga. Mamdin A'lolarni kurashdim men. Kurashdim, G'ulomkam qabul qildim dedi. Qabul qildi dedim. Sen unda qas kirdi. U bu deb yaqin kelmadi oxirgi kelganda. Alloh guvoh ma degan gapimga 40 odam guvoh so'rinda. G'ulom Osmon Abdurimga yolg'on gap qilsa, chiqaray videoni. Ayada olgan video. Nega qo'ygan videoni hamsa? Nimish qo'ymaysa ekranga? Nima? O'tgandim yozdim. Nimish qo'ymaysa 40 odam o'tgan so'rin nima deyishdik biz oyoqlarda? Xalqim shu qadar o'yg'oq, tiram fikr qilgan Uyg'urlarimiz bor deyman aşağıda. Javob beraman bu narsaga. Oxirgi ashlas oshkora bitib qolmasa deb hammamiz yig'ib yo'gab, kitoblar kim qo'ymadi binasini. Ma millat bilish kerak, millat bilish kerak. Degan azroq nim qilib qoldik. Shaxsiyati kirmagan demayman. Nima qilib qolsin? Millatning o'rtaq manfaatida har qanday Uyg'ur Sharq Turkiston Uyg'urga ismini qo'llandingmi, millat oldi javob berish haqqing bor. O'tgan Ümit Musaboyev nima? Ekranga so'ragan shu vaqtda dedim. Ümit Musaboyevmi qo'ygan savolim, Ümit efendim sizmi 14 tashkilotni birga ekilib kuchli bir o'ng'ishlar ittifoqi qurib chiqaman deganingiz qo'shib olgandik. Siz 14 tashkilot kelanmidi? Unda qas millat oldi bir javob berib nima ish kelmadi? Keldiremezki siz eklenmedingizmi yo tashkilotga kelmedimi deb ekran chiqib 11 savoldan qil ravr siqishtirdik, qil obdan suhbat deb nurg'un odamlar mamnun bo'ladi o'sha suhbatimdan. Ko'rganda har qanday odam mamnun bo'ladi. Unda qilib qolsa u o'zi masalan javob berdi, kelmaganlik sabablarini deb berdi, nim bo'lganligini. Unda qilib qolsa 26 tashkilotni buzib o'tgan G'ulom Osmon surudi hukumatda nima uchun javob bermaysiz? To'g'rimi, xatomi narsalarimiz? Sharq Turkistonga ism hukumat qurib olgan, mana kilolarga hukumat deyaptimi hozir bu narsani. Chunki ular hukumat bir vaqt kelmaganda, hukumat bir vaqt G'ulom Osmon hukumatni eng tillaydi. Xuddi hukumatdan Sharq Turkiston surudi hukumatdan vabodan qochganda qochadi. Da hamda bugun kun kelganda Kanada chaplashi qilib, shu Kanada chaplashga hukumatdan yiroq keldi. Qo'ngimizni tepigilik. Men G'ulom Osmonga dedim, Solih Xudoyevga 40 odam bor so'rin dedim. Solih Xudoyev Amerika Oqsaroyining oldida qanda namoyish o'rlashtirgan bo'lsa dedim. Men Amsterdam Dam maydonida shu kuni o'xshash namoyish o'rlashtiraman dedim. Solih Xudoyev nima o'qib bayonot e'lon qilgan bo'lgan bo'lsa, men Amsterdam Dam maydonida shu bayonot e'lon qilaman dedim. Gollandicha, inglizcha. Yana kantoniylik va u kantoncha o'qiydi dedim. Yana bir savol nima? Guangdong Jiangsu avtonom rayon deymiz-ku, hamda o'lmir avtonom rayon Xitoydagi. Oshtibat o'lmay chiqaman dedim, u yuzing tilda o'qiydi dedim ma'nosinikini. Mana. Buni yaxshi gap bo'lamda. Yaqin kelmadi. Oxirimda quruq qalpoq kaydirib qo'ydi. Unda qal sen vatan parvar o'qib qolsa,
Sizning ko'zingizga butun odamning hammasi to'qib bormi haqniki? Demakchi, po'q senda bor. Yüzünün kumda poq bo'lganidan keyin eshikqa qo'ysan, eng qo'rqaydi bular. Buni gapim ishga tugsin. Yana ekranda qarindoshlar deb qo'ydik. Ahmadjon Osmon apandim o'zim dedi. Hukumat ishga bo'lib ketgandan keyin 3-chi bo'lib ketishdan oldin elishni o'zim tatdim dedi. Chunki ishga bo'lib ketgan ishga urush portal davlatda tushib kelib qolsa hech kim taraf qilmay, dunyo taraf qilmay, dunyoga bir tahdid dedi. Shunga biz o'zimizning ishki qismidagi narsalarga bir nazar tashladik. Lekin hech kimdan g'ayvatdan qilmadik, dalil isbot faktlar o'tirib qo'ydik bu narsalarnikini. Buning qarshi fikr, buning qarshi tuhmatlar Abdurim G'ani bizga degan bo'lgan bo'lsa dedik. 40 odamning oldida olgan 2,5 soatlik video va G'ulom Osmon apandim, Solih Xudoyo, ondan keyin Mamtamin a'lo shu Mamtamin a'lo shu ham deb berganman. Chiqinglar dalil fakt oldimizga chiqinglar. Yana olmaymiz. Lekin haqni oldab millatimizning o'rtaq manfaatida millat chechitiga ashinglar xotim biringlar. Deydiganlik gapim shu. Undan boshqa gapimiz bo'lsa olayli, bo'lmasa ozroq qaynab qoldik, lekin qaynishimizmi o'rinliq. Shundaymi ya o'rinliq. Bu narsam yozgan narsam meniki, buni ham yozaman, ham yezimni tayyor qilib bo'ldim. Oldirmay e'lon qilaman. Shundaqlar ma'nosini jiqroq odam anglaydi ekan. Haq millat anglasin. Yana deb qo'yma eng oxirgi kelma, har qanday odam bilan men millatning o'rtaq manfaatida birga kelaman. Shunda birnim qurilib qolgan kuni Amsterdam dammaylik namoyishni qaytadan jonlantirib, millatning o'rtaq manfaatiga vakillikni har qanday narsani gollandicha, inglizcha ham boshqa men bilan qo'llovchilarim bilan ashyoda e'lon qilamiz. Uningga qo'lam ko'ksimda har zaman. Shuqa yana olmayman. Men kim Uyg'urni shu qilsa qo'llayman. Ayrimchilikqa qarshi. Endi boshqa gap bo'lsa siz mendan ana keyin programmani to'xtataylik. Ne bo'ldi rahmat. Bilamdim. Deydigan gaplarning hammasini degidek dedingiz, nihoyat yaxshi bo'ldi. Rahmat sizga. Rahmat sizga rahmat. Bugungi ekran oldi qarindoshlar programmamiz uzrab ketdi. Taqib qo'yinglar. Qo'yganmak eng oxirgi qatim kuchli tanqid bo'lib ketdi. Tanqidda hech kimning shaxsiyatiga kirmadik. Xarakteriga kirmadik. Lekin qilayotgan ishidiki byurokratlik, yolg'onchilik, qizzabliklarni ichib berdik. Bu yolg'on desa, xo'sh, mening ekranim tayyor. Men riyosatchi bo'lmay, boshqa odam riyosatchi bo'lsa, xohlagan bir odam millatimiz ishindagi odamni chiqsin, shular G'ulom Osmonmi chiqsin, Mamtamin a'lomi chiqsin, men chiqay, boshqa odamning riyosatchiligida millatga javob beraylar. Bo'lmasa, surun hukumatiga men chiqay, millatimiz uchun har zaman tayyorman ishqa. Xo'sh, Allohga omonat qolgan programmamizda davomli huzuringlarda va kelar qatimliq programma ko'rishaylik. Allohga omonat. Allohga omonat. Xayr, xo'sh, rahmat sizlarga.